Agar men aytsam Amerika demokratik davlat emas desam, qo'shilasizmi fikrimga? Karimov davridagi O'zbekistonda Amerikani bir xil deyapsiz-da. De facto olib qaraydigan bo'lsak, Ukraina davlatchiligi deyarli yo'q. Konstitutsiyamiz masalan asosiy qonun, asosiy qomus va qadriyat belgisi bo'lishi kerak emasmi? Agar prezident bo'ladigan bo'lsam, albatta Isroil manfaatini himoya qilaman deb hali baqirgan holda gapirish kerak. Siz hozir mas'ullarga olib kelasiz-ku. Yo'q, mas'ullarga olib kelayotganim yo'q. Mafkura degan narsa, demak bu bir konkret hujjat bormi? Uni kimdir tasdiqlash kerakmi? Bu tomondan biz bozor iqtisodiyotiga o'tishimiz kerak. Lekin bizning iqtisodiyotimizga ertaga kim kafolat beradigan, o'sha kuchli mana katta yettili deymiz ham, o'sha yeb qo'ymasligiga kim kafolat beradi? Lekin chet elga o'qigan bola mafkurasi buzilib keladimi yo'qmi? Savol sizga. Siz nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Urush boshlash oddiy holat bo'lib qoldi. Bomba tashlash, dron jo'natish, yana bir narsalar qilish, bu nimani belgisi? Jahon sog'liqni tashkilotiga ham bunday o'ylab ko'rishimiz kerak-da. Hamma kirsa zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Yo'q, zo'r bo'lmaydi. Sotsial gosdarstvo, ya'ni ijtimoiy davlat nazariyasiga ko'ra inson ochlikda yaxshi dam olar, lekin dam olgan hisobiga ertaga yaxshiroq ilm olish kerak aytganingizdek. Oxiri tupik. Hozirgi klassik biznes oxiri tupik. Korli birlashib, g'oyalarni birlashtirib, shu mana kimdir bir narsaga umuman har qanday tarixni ekstremallar yaratadi. Gitler ekstremal emasmi? Haqiqiy ekstremalda bular. Korxonasi o'ladigan bo'lsa, ishoning u uxlamaydi. Qaysi kitobni o'qish kerak deydi. Jarima qimmatmi, soliq qimmatmi? Jarima qimmat ekan. Korrupsiya qimmatmi, soliq qimmat? Birinchidan betarbiya emasda, ularga tarbiya berilgan muayyan ular shug'ullangan 2008-yilda inqiroz deysizlar. Undan keyin baribir babni hammasi yoriladi. Internet orqali xaridlarda hamma har xil narsalarni qidirishadi. Kim uchundir bu marketplace'da hamma narsa bor bo'lishi va arzon bo'lishi muhim. Unaqa joyda odatda sifat muammo bo'lsa-da, eng arzon narxlar sotiladi. Yana kim uchundir tezlik muhim, lekin katalog va sifat masalasi ikkinchi o'ringa chiqadi. Asahi O'zbekistonda amalda ishlab turgan internet do'konlar orasida eng birinchi ochilgani. Internet do'kon 12 yildan beri mijozlarga xizmat ko'rsatib keladi. Asahini nima uchun tanlashadi deyishsa, avvalo ishonch uchun tanlashadi. Chunki Asahida original, sifat nazoratidan o'tgan mahsulotlar adolatli narxlarda taklif etiladi. Bu yo'lda kompaniya xizmatlar va mahsulotlar yanada ishonchli bo'lishi uchun doimiy ish olib bormoqda. Haqiqiy fikr yetakchilari, aqlli insonlar ishonchni va sifatni tanlashadi. Asahi bu aqlli tanlov. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Fikr yetakchilari podkasti o'z ishini davom ettiradi va men o'ylaymanki, bugun Lazzat aka bilan qiziqarli mehmon taklif qilganmiz, qiziqarli suhbat bo'ladi. Xayrulla aka Umarov, Xayrulla aka xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum, rahmat. Xayrulla aka, biz endi har xil mehmonlarni taklif qilganmiz. Shartli ravishda ularni guruhlarga bo'lsak, bizada biznesga bag'ishlangan qahramonlar bor. Ular biznesni yaxshi tushunishadi. Bu bitta blok. Ikkinchi blokimiz etik ta'lim atrofida suhbat qurganmiz ko'p. Yana katta mashhur bloklarimizdan bu aynan siyosatshunoslik, siyosat, bizning hayotimiz, jamiyatimiz qayerga qarab ketyapti. Albatta, tarixchilarni ham chaqirganmiz, arxeologlarni ham chaqirganmiz, turli kasb vakillarini. Sizni biza aynan siyosatshunos, kuchli tahlilchi sifatida taklif qildik. Rahmat. Xayrli aka, oldingi ko'rsatuvlaringizni bir ko'rib chiqdim. Men Kunuzda, keyin yana bir ma'lum bir suhbatlarda, podkastlarda ishtirok etgan ekansiz, lekin juda ko'p intervyu bermagansiz. Bo'lsa bir 4 ta 5 ta intervyu bor ekan. Shunisi bilan ham qiziq, lekin men bir narsaga e'tibor berdimki, ko'pincha siz bahs qilayotganda, ana baryeru degan ko'rsatuv bo'lardi-yu, qutbni bir tarafida bizni tanigan, bilgan, misol uchun Kamoliddin aka Rabimov yoki Shuhrat aka Rasulov, shunga o'xshagan mehmonlar ikkalasi ham bizni studiyamiz mehmoni bo'lgan. Ko'pincha ularning ro'parasida siz o'tirardingiz, nafaqat siz, lekin siz bilan sizni ham ko'rardik. Tushunishim bo'yicha aynan shu bahs va menimcha qiziq. Bu tarafdagi fikrlarni ko'pincha aytganmiz, lekin bu yoq tarafdagi fikrlarni ham ko'rsatmoqchi edik. Shuning uchun ma'lum bir bugun savollarimizni shu siyosatshunoslikka bag'ishlasak, keyin mana ma'naviyat ma'rifatga nisbatan siz umuman komil insonni aytaylik yoki jamiyatni qurishda o'zingiz fikrlaringizni bildirgansiz va ta'lim yo'nalishida ham fikrlaringiz bor ekan. Taxminan shu 3 ta blok atrofida suhbat qursak. Ma'qul. Endi Lazzat aka bizada shofyor rolida xohlagan savollarni berishlari mumkin. Unisiga hayron bo'lmaysiz.
Qisqacha xayrli aka, iloji bo'lsa o'zingizni tanishtirib bersangiz, sizni dunyoqarashingiz qanday shakllangan, qayerlarda o'qidingiz, qayerlarda ishladingiz, shuni asosida keyin suhbatimizni qursak. Ma'qul. Avvalambor rahmat. Endi uncha yoqtirmayman o'zim haqimda gapirishni, lekin avvalambor haqiqatda birinchi navbatda ota-onamga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki ota-onam shu 60-yillarni yoshlaridan bo'lishgan. Tabiiyki bizning kichkinaligimizdan bilimga hamisha yo'naltirib kelishgan. Misol uchun uyimizda har doim shunaqa bir kitob javoni bo'lgan va shu kitoblardan hamisha o'zimizga bir kelib bo'lsa nima deydi o'qib borardik. Odamlar har doim mana shu choy ichib o'tiramiz, boshqa narsa, misol uchun Yaponiyaning poytaxti, eng baland tog', eng uzun daryo, mana shunaqa bir blitz savollar berardi. Yurgan turganda bu ham qaysi marada shaklanadi. Endi oyimlar o'tib ketdilar, Alloh rahmat qilsin. Oyimlar mantiq o'rgatardilar. Mana bu yerda bundoq bo'ldi, nima deb o'ylaysan? Qanaqa bo'ladi deb haligi mantiqiy narsalarni juda o'rgan. Men o'sha paytda bilmagan ekanman. Men hozir o'ylab, ana qaraymanki, haqiqatda mana shu shakllanishimda shu ota-onam birinchi navbatda juda katta o'rin egallashgan. Ikkinchi jihatdan men hozir kim haligi Sovet maktabini yomon deydi, boshqa narsa, lekin Sovet ta'lim tizimida metodika bo'lgan. Bariga o'sha maktabda, misol uchun bizga, misol uchun men unaqa a'lochi zo'r bola bo'lmaganman, lekin har holda hozirgacha o'sha o'qigan bilimlarim qaysi manada bor. Aynan shu mantiq bilan ham oilaviy, ham o'sha maktabda bir yig'indisi sifatida. Mana o'zimdan hozir endi yoshim katta bo'lib mushohada qilib boraman. Mana shu ikkita masala juda katta ta'sir qildi. Yana bitta ta'sir qilgani, endi odam shu teenager deymiz, o'rta yoshlarda ozgina sal ko'cha yuradi, to'polon qiladigan to'polonchi bola bo'lganman. Armiyam o'zgartirdi. Armiyaga borganimda mana shu toshkentlik bolalar bilan endi ketganmiz 100 ta. Bu paytda bilasizlar, Toshkentda 29-marta arab tiliga ixtisoslashgan, 59 haligi xitoy tiliga ixtisoslashgan. Bitta do'stim bo'lardi, Tuyg'un degan bola, hali Umar Xayyomning she'rlarini 18-20 she'r bola falsafiy jihatdan o'qib, sharhlab borardi. Menga ajablanarli bo'lgan. Hali 59-maktabda o'qiydigan bola, yana Chirchiqdan bitta bola kelgan ekan, tungan xitoycha gaplashardi. Haligi Abdurahim degan o'rtog'im bor, men yaqinda topishib gaplashib ana qildik. U menga arab alifbosini o'rgatgan. Arab tilini emas, arab alifbosini armiyada o'sha yerda bir qiziqib hali o'rganib, menga juda hali mana shu hayotimning burilish pallasi armiyada bilaman. Uyga endi o'zimcha arab alifbosida xatlarni yozgan paytimda odamlar ko'rib, nima qildilar? Armiyadan kelganimdan keyin o'g'lim sharqshunoslikka kirmaysanmi dedilar. Hayolimda yo'q. Keyin baxtim bo'ldi, haqiqatdan shu sharqshunoslikka kirdim. Sharqshunoslikka kirganimda albatta sharqshunoslik juda kuchli maktab. O'sha paytda hozir ham juda kuchli maktab bo'lgan. Ustozlar hammasi bilasizlar, o'sha chet elga chiqqan, siyosatning ichida yurgan, hayotni ko'rgan. Yana bir darslarni hozir mana ustozimizdan ham aytdingiz, Qosimov Anvar Mahmudovich, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdilar. Bular ajoyib inson edi. Men birinchi kirgan paytim 90-yil kirganman. O'shanda ham siyosatshunos bo'laman degan bir xayolim bor edi. MGMOga qarab qildim, lekin nasib qilmadi. Sharqshunoslikka kirdim. Xitoy filologiyasiga kirgan paytimda Majid Hamidovich bo'lardi. Xitoy filologiyasining kafedrasining mudiri, ajoyib inson, o'tib ketdilar, ham Alloh rahmat qilsin. Juda kuchli inson edilar. Va birinchi prezidentimiz Karimov 92-yilda Xitoyga borgan paytlarda bularni tarjimonlik qilib borganlar. Keyin bizning Xitoyshunoslik maktabi bu o'sha kamida 16-asrgacha qo'lyozmalar, mana biz arab qo'lyozmalari deymiz, Xitoy qo'lyozmalarini o'qiydigan odam bo'lib, o'sha paytda tarjimada qandaydir so'zlarni ishlatganlarga Xitoy hukumati, o'sha prezident, o'sha davrdagi prezidenti, prezident anaqa bizning Majid Hamidovichga hadya sovg'a qilishgan. Bizda mana ustozinglar qaranglar qanchalik zo'r. Bizga qaysi bir hozir motivatsiya deymiz-ku. Va shunaqa g'ururlanganmiz. Ikkinchi marta ham 94-yilda yana prezident ketayotgan paytda Majid qani kasal bo'lib yotibdi. Majid nima bilan ketadi. Ikkinchi martasi ham bizga uchun mana shunaqa ustozlar, juda kuchli ustozlar dars berishgan. Keyin haqiqatda 90-yilga kirgan bo'lsam, 91-yil mustaqil bo'ldik. 92-yilda mana shu Anvar Mahmudovich xalqaro munosabatlar kafedrasini ochdi va birinchi 12 nafar talabani saralab olishdi. Arab tili, fors tili va xitoy tili degan nima. A'lochi bolalar haqiqatda a'lo bahoga o'qiyamiz. Keyin bu yerda haqiqatda siyosatda ham o'sha kadroviy diplomatlar, katta mutaxassislar kelib nima qilishgan, bizga o'qitishgan. Va mustaqillikdan keyin birinchi bitiruvchimiz mana shu siyosat olamida birinchi bitiruvchimiz bizdan keyin 2 yildan keyin diplomatiya bakalavr chiqarishni boshlagan. Birinchi marta mana shu diplomni yozayotgan paytimda xalqaro munosabatlar nazariyasi fanida bir para dars geosiyosat degan dars o'tilgan. Shu geosiyosat bor, mana shunaqa nima qiladi, o'qiladi, o'qiladi, bir paragina dars o'tib ketilgan. O'shanda bir qiziqib qoldim, bilmayman nimaga, endi odam hayotini belgilaydigan narsa, o'tirib shu mavzu bo'yicha ish yig'dim. Nazariyasi qanaqa, boshqa narsa, o'sha Qosimov Anvar Mahmudovich bilan diplom ishimga rahbarlik qildi. Nazariyani yig'ib keldim. U paytda bilasizlar, geosiyosat istir paytda taqiqlangan fan, undan qisman olib nazariyasini qilsam, menga aytdilarki, O'zbekistonning holatiga, geosiyosiy holatiga baho berasanmi dedilar. Endi u paytda talaba bilasiz, dunyoni aylantirib tashlayman. Albatta borib ish qilib nimalarni yozgandek bo'ldik. Yaxshi nima qilib, ya'ni birinchi bobi endi o'sha nazariy, ikkinchi bobi o'sha amaliy nima, o'zimcha endi bir
baho berishga harakat qiling. Bugungi nuqtai nazardan albatta unchalik, lekin o'sha o'zini davri uchun, o'zimiz uchun bir boshqa narsa edi. Shu Alloh rahmat qilsin, Anvar Mahmudovich olib, keyin o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalar tadqiqotlari institutiga diplom ishimni tavsiya qilganlar. Mana endi oldindan aytishim mumkin, bizani 12 ta nafar bola ichidan 3 ta konsul chiqdi. Ikkitasi katta transnasional korporatsiyaga ishga kirib ketishdi. Bitta o'rtog'imiz Eron elchixonasida shu hali ham 30 yildan beri o'sha yerda ishlab yuribdi, kuchli mutaxassis forsshunos. Va men haqiqatan nima qildim? O'sha paytda meni suhbatga chaqirishdi. Maslahatchini oldida 40 minut gapirganman. Unda endi dunyoni aylantirib, ham juda madaniyatli, ziyoli odam edi. Ha, yaxshi. Masalan, bo'pti, borib ketgan desam ham bo'lardi. Eshitib, keyinchalik mana shu strategik va mintaqalar tadqiqotlari institutida oddiy bir xodim sifatida ishga qabul qilindim. Erta ham yana ustozlar ko'rdim. Erta ham haqiqatdan o'sha birinchi yig'ilgan nimalar juda katta arab qurbonichi bo'lardilar. Akubirov Sayfulla aka bo'lardi. O'tib ketishdi, Alloh rahmat qilsin. Mana yaqinda o'tdilar. Firdavs Hasan aka fors tilida she'r yozardilar. Mana Shoislom aka Akmalov mana hozirgi paytda, mana hozir Sayfiddin aka, Jo'rayev Sayfiddin aka umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu ustozlarning qo'lida endi yosh metodikani o'rgatishgan. Tizimli fikrlash, metodikani tahlil qilayotgan nimalarga e'tibor berish kerak, shu masalalarni hammasini o'rgatishgan va hammasi yozma ravishda. Ustozlar aytardiki, yozma ravishda tahlil qila olsang, anaqa bo'lasan. Zo'r. Va undan tashqari va undan keyin ko'p domlalik qilgansiz, dotsent, kafedra mudirlari, aynan xalqaro munosabatlar ham nazariyada, ham tahliliy ish bilan ko'p yil shug'ullangansiz. Haqiqatan. Bu yo'q endi shu. Hozirgi kunda Ayni paytda O'zbekiston Milliy universiteti ijtimoiy siyosiy fanlar fakultetida siyosatshunoslik kafedrasini mudiriman. ajoyib. Shu yerda faoliyat olib boryapman. Juda yaxshi. Ko'pgina ilmiy ishlar muallifi, ajoyib. Endi Xayrullo aka, biza misol uchun men ham shu taxminan xalqaro iqtisodiy munosabatlarda o'qiganim uchun Laziz aka bilan ko'pincha biza sayohat qilamiz dunyo bo'yicha va o'zimizni aytaylik havaskor sifatida fikrlarimiz bor. Jamiyatimizdagi bo'layotgan ishlarga va albatta dunyodagi bo'layotgan ishlarga va o'zimizga o'xshagan tadbirkor insonlar va umuman qaraganda boshqa jamiyatimiz jabhasidagi insonlar bizani ko'rishadi. Shuning uchun bugun keling qisqacha gaplashib o'tsak. Mana umuman hozirgi paytda demak siz eski davr, ya'ni 90-yillardan boshlab ilgarigi hukumat davrida bevosita siyosat, tashqi siyosatni qanday shakllanishini siz ko'rgansiz va qaysidir ma'noda ishtirok ham etgansiz shuni tahliliy joylarda. Va hozir ham yoshlarni shu narsaga o'rgatasiz. Umuman qaraganingizda hozir mana dunyoda ko'p narsalar bo'lyapti. Qarang, bir tarafda Amerikani o'ziga yarasha tashqi agressiv siyosati, bu yoq tarafdan Rossiyani misol uchun uni ham ma'lum bir agressiv siyosati, Eron, ya'ni dunyoda o'zi nima bo'lyapti? Siz fikringizcha bu odatdagi holatmi yoki qandaydir noodatiy, nostandart, nimani belgisi? Qisqacha bir baho bersangiz bo'layotgan hayotdagi, tashqi shu dunyodagi bo'layotgan ishlardan. Rahmat. Bu savolingiz juda ham katta. Odatda men masalan xalqaro munosabatlar nazariyasi bor. Xalqaro munosabatlar nazariyasi bu ham xalqaro huquq tomonidan belgilab beriladi, lekin xalqaro huquq bilan davlat huquqining orasida farq bor. Davlat huquqi majburiy. Endi bu ichida Rim huquqi deymiz, islom huquqi deymiz, boshqa nima deymiz. Davlat ichida misol uchun men shu davlat qonunlariga bo'ysunishga majburman. Agarda bo'ysunmasam, meni nima deydi, oldin tergaydi, majburlaydi va jazolaydigan prinsiplari bor. Xalqaro huquqda esa kelishuvga asoslangan. Sen bundoq qilasan, men bundoq qilaman. Agar sen bundoq qilsang, bunda men bundoq qilaman deydigan jihati bor. Shuning uchun bir xil aytadiki, mana BMT ishlamayapti. BMT ishlamayapti, BMT u diplomatlar ishlaydigan joy. U yerda diplomatlar o'tirib gaplashadi, o'zining pozitsiyasini ilgari suradigan bir jihati hisoblanadi. Va tabiiyki, xalqaro munosabatlar har doim kuchga tayanadi. Kim haq? Kuchli tomon har doim haq bo'ladi. Shuning uchun xalqaro munosabatlarda tarixini olib qaraydigan bo'lsak, ana o'sha o'rta asrlarda Ispaniyaning kuchayishi, deylik yoki deylik Usmonlar Turk imperiyasining kuchayishi, undan oldin Arab xalifaligining kuchayishi deymiz. Qaysi bir davlat kuchli bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki u o'z manfaatlari yo'lida nima qiladi? Xalqaro munosabatlar tizimini shakllantiradi. Bu qoida. Kuch omili juda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun bundan hech qanday to'g'ri, misol uchun mana hozirgi yoshlar yoki deylik yosh kattalar aytadigan bo'lsak, Sovet paytida tinch edi. Sovet paytida o'sha tutash nuqtalar Afrikada bo'lgan, Yaqin Sharqda bo'lgan, Janubiy Sharqiy Osiyoda, Vyetnamda, Kambodjada bo'lgan. Shuning uchun biz bu narsani sezmaganmiz. Lekin hozir deylik bu kurash nuqtalari sekin-asta bilan bizlarning yaqinimizdagi, misol uchun Afg'onistonga deyishimiz mumkin yoki rangli inqiloblar bo'lgan mana shu Ukraina, Gruziya, Armaniston tomonlarni ko'rishimiz mumkin. Qirg'izistondagi bo'lgan holatlar bu endi mana bizga yaqin joy tutash ko'rinyapti va shuning uchun bizga bu qaysi marada voy mana shunday bo'lyapti-ku degan narsa. Lekin bu odatdagidek o'sha xalqaro munosabatlar nazariyasi deylik
10 asr oldin, 5 asr oldin, 2 asr oldin qanday bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ham xuddi shunday shakllanadi. Lekin qiziq bir jihati bor, dinamika bor. Qaysi bir davlat kuchayadi, tushadi, ikkinchi davlat kuchayadi, tushadi. Shuning uchun mana bu ham qaysi ma'noda shu xalqaro munosabatlarni o'ziga xos bir xususiyat. Endi qarang, xayrli aka. Mana haqiqatan ilgari imperiyalar davri deylik, Buyuk Britaniya imperiyasi, Rossiya imperiyasi va boshqa aytaylik imperial davrlarda kuch bu belgilab beruvchi Osmoniylar imperiyasi, Timuriylar imperiyasi, xullas o'rta asrlarni olib qarasangiz, aytganingizdek kuch bormi? O'sha Ludovik 14 bo'ladimi? Man davlat, man hal qilaman degan juda markazlashgan absolyut davrlar bo'lgan. Keyin mana Birinchi jahon urushi bo'ldi. Undan keyin ma'lum bir Ven konvensiyalari bo'ldi, boshqa. Keyin Ikkinchi jahon urushi bo'ldi-da, ma'lum bir tartib belgilandi. O'sha siz BMT dedingiz, boshqa dedingiz, shu va kichik mamlakatlarni himoya qiluvchi ma'lum bir tartib o'rnatildi. Unga asosan chegaralar o'zgarmasin, hamma narsani muzokaralar yo'li bilan hal qilaylik va iloji bo'lsa urushmaylik degan davr. Va aytishadiki, tarixan rekord nuqtai nazardan Ikkinchi jahon urushidan keyin eng kam urush bo'lgan davr deyiladi. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin hozir bir narsa yana o'zgarib qoldi. Urush boshlash oddiy holat bo'lib qoldi. Bomba tashlash, dron jo'natish, yana bir narsalar qilish, bu nimani belgisi? Xo'p, bu endi qiziq bir jihati mana o'sha sovuq urushdan keyingi bu ikki qutblik davri deyiladi. Ikkita qutb o'zaro teng va o'zini komandasi bilan, Varshava shartnomasi va NATO deydigan bo'lsak, o'zaro bir-birini tiyib turish holati bo'lgan. Shuning uchun ikkita blok o'zaro teng bo'lgani uchun nima qilgan? O'sha aytayotgan narsa tinchlik davri bo'lgan. Qo'shnichidagi shu bir-biriga xalaqitmas. O'zini maydoni bo'lgan, mana o'zini maydoni bo'lgan, shu yerda faoliyat olib boradi. Ta'sir doirasi bo'yicha. Mana endi Sovet ittifoqi parchalandimi? Sovet ittifoqi parchalangandan keyin hali bitta qutb ketdi. AQSh boshchiligida bitta yuk qutb anaqa qoldi va o'sha 91-yillarga aytib o'tgan bo'lsak, biz haligi jandarm Mira, jahon politsiyasi nazoratchisi bo'ldik degan bir fikr ilgari surishgan va sekin asta bilan qilishdi. Shuning uchun bir xil mutaxassislar hozir ko'p qutblilik davri deyshadi. Lekin ko'p qutblik degan bo'lsa Amerikadagi biz kuchlimiz deydi. Istalgan jahon mintaqasida biz o'z ta'sirimizni yarata olishimiz mumkin degan masalani ilgari surishadi. Yana bir qiziq masalani ilgari surishadi eronlik siyosatshunoslar. Ular aytishadiki, 1,5 qutblilik deyshadi. Amerika bor, butun dunyoni boshqaradi, nima qiladi. Lekin har bitta mintaqani o'zining yana bitta kichkina yarimtacha qutbi bor. Yaqin Sharqda Turkiya, Eron, ularning pozitsiyasi bilan hisoblash mumkin. Albatta hisoblash kerak bo'ladi. Xitoy sekin-asta kelyapti, Hindiston iqtisodiy jihatdan o'sib kelyapti. Shuning uchun global miqyosda haqiqatda bitta qutb bor, AQSh, lekin mintaqalarda yana kichkina qutbchalar bor. Shuning uchun 1,5 qutblik tizim sifatida ham ular mutaxassislar fikr bildirishadi. Endi bir xil aytadiki, mana hozir urushlarni intensivlashgani hisobiga bir Trampni o'zini ichki alyansini buzayotgani NATOni misol uchun hozir ichidan sindiryapti, demontaj qilish boshlayapti. Rossiya bu yoqdan turib juda agressiv o'zini qo'shinlarga nisbatan olib boryapti. Bir xil aytadiki, 3-jahon urushini boshlanishini arafasida turmayapmizmi degan. Bu baholarga qanaqa qaraysiz? Yaxshi fikr. Boyaga aytayotgandek, geosiyosatda hududlar bor. Kesishgan manfaatlar hududi bor, bufer hudud bor, sanitar karton deyishadi. Shu masala bo'yicha Ukraina kesishgan manfaatlar hududidan bufer hududga aylanyapti. Siyosiy nazariy jihatdan. Ya'ni nimada kesishgan manfaatlar hududida 2 va undan ortiq davlatlarning manfaati shu davlat hududida kesishadi. Lekin hali nima deydi, davlat boshqaruv apparati hali bevosita qaror qabul qilish, o'zini faoliyatini yurita olish layoqatiga ega. Boshqasiga mnoговекторный siyosat olib boradi. Nima? Yo'q, lekin ta'sirini sezadi-da, hali u ham uradi, bu ham uradi, haligi lekin hokimiyat hali bor. Bufer hududda endi hokimiyat deyarli yo'q. Misol uchun Afg'oniston klassik misol, bufer hududga hokimiyat yo'q. U yoqdan ham keladi, bu yoqdan ham yordam keladi. U guruhga hamma bir-biri bilan nima qilishadi? Kurash olib borishadi. Mana shuning uchun markazlashgan hukumat yo'q demoqchisiz. Markazlashgan, endi ramzan hozir rasman aytishim mumkin, anaqa Zelenskiy kelib qoldi, lekin agar bunda de facto olib qaraydigan bo'lsak, Ukraina davlatchiligi deyarli yo'q. Bu bo'ldi. Endi fikrimga qo'shilasizmi yo'qmi? Faktik haqiqatda bevosita nima deydi? Belgilarini sanab bera olasizmi? Mana davlatchilik bor bu joyda, bu yerda davlatchilik yo'q degan asosiy elementlarni sanab bering. Xo'p, davlatchilik bor degani demak bevosita hokimiyat bo'linishi, ularning bevosita joylarda qarorlar qabul qilinishi va bevosita mamlakat o'zini ichki va tashqi siyosatini mustaqil ravishda amalga oshirish faoliyati belgilab beriladi. Qaysi biri yo'q? Masalan, Ukrainada. Ukrainada mana hozirgi paytda endi hududlar ustidan nazorat sekin-asta yo'qotilib boryapti.
bitta jihati. Ikkinchi jihati misol uchun mana asosiy davlat siyosati faqat urushga, ya'ni sanoati ulmasi shunga yaratilib qolingan. Agar xorijiy tomondan berilayotgan yordam bo'lmasa, Ukraina birpasda to'kilib tushadi. Yana Bu bitta jihati. hozir siz uzr, men endi aniqlashtirmoqchiman auditoriyaga ham tushunarli bo'lishi uchun. Bu Rossiya kirib kelishidan oldingi 22-yilgachami siz berayotgan baho yoki bu faqat 22-yildan keyingi baho yoki umuman baho beryapsizmi bu? Yo'q, aytaman 22-ga kesishgan manfaatlar hududi edi. Ha. Mana bugun hozir bu narsa davlatchilik yo'qotilib, Urush boshlangandan urush boshlangandan keyin bu yog'i endi mana bufer hududga aylanib boryapti. Hali Afg'onistondagidek tugal nima qilgani yo'q-u, lekin dinamika shunga qarab ketyapti. Mana endi ayrim siyosatshunoslar aytishadiki, haqiqatda Ukrainani g'arbiy qismi bu Polshaning yerlari. Katoliklar. Ukrainani agar olib ko'radigan bo'lsak, diniy urush. Umuman Yevropadagi urushlarning hammasini olib qaraydigan bo'lsak, bu diniy urushlar, xristian ichidagi oqimlarning urushi. Biz sovet paytida ham aniq qilgan bo'lsak, ko'pchilik aytardi o'sha g'arbida, Lvovda banderlar bor, ehtiyot bo'l, qara deyishardi, sovet armiyasida bo'lgan paytda. 90-yillarda, 80-yillarda o'sha bizning davrimizda. Haqiqatan mana bu yerda o'sha katolik nima bilan pravoslaviya o'rtasida nima qiladi? Agar bunday mohiyatan olib qaraydigan bo'lsak, chunki konfliktni birinchi asosi ongosida ziddiyat paydo bo'ladi. Bu narsani keyin sekin-sekin rivojlantirib urushga olib kelish mumkin. Va har qanday davlatning bosh vazifasi mamlakat ichida barqarorlikni ta'minlashdan iborat. Bu yerda bitta Zelenskiy emas, bundan oldingi prezidentlarni ham agar nima qilish kerak, bular bilish kerak edi. Bizda kesishgan manfaatlar xuddi. Bizda haligi siyosatda kuchlar muvozanati bor va manfaatlar muvozanati bor. Shuni ta'minlashimiz kerak degan ish olib borish kerak edi, lekin afsuski, ular mana shu muvozanatni saqlay olmaganligi sababli mana hozirgi holat, vaziyat yuzaga keldi. Endi Muvozanatni saqlab qolish bu degani Lukashenkoga o'xshab xalqini otishmi? Yaxshi savol berdingiz. Kim otdi? Qayerda otdi? Lukashenko xalqini turmaga Dubinka bilan yaqinda xalqi shol ket degan Qozog'istonga Lukashenko, Belarusni aytyapsiz-da? Belarusni aytyapman. Yaxshi. ya'ni kamida bir 10 ming, 20 ming undan ko'p bo'lmasa odamini zindonga tiqib Zato bizada tinchlik bor. Endi Karimovning siyosati shunaqa, Tojikiston bo'lmasin, o'sha uchun Andijonga o'xshab biz qilib olamiz. 1000 ta odam o'lib ketsa, zato 10 ming tani qoldiraman degan mantiq bilan yuriladigan masala. Siz nima deb o'ylaysiz? Mamlakat ichida tinchlikni o'rnatish uchun? Mana siz prezidentsiz. Tasavvur, men har doim talabalarimga aytaman-da, kiyishsa, mana sen prezidentsan, хорошо. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa qaror qabul qilgan bo'larding deb. Nima qilgan bo'ladi? Paytda Lukashenko qaysi Yo'q, siz paytingizda siz O'zbekistonning prezidentisiz. Xalq chiqdi. qaysi Mayli-da, Men o'ylaymanki, agarda real demokrat davlat qursa, 8 yilning ichida odam o'zi ketsa, xalq chiqmaydi. Xalq chiqadi, qachon haqiqatdan shol ket degan masaladan chiqadi. Tushundingizmi? Bu birinchi 4-8 yilning ichida har biri juda zo'r xalqqa manfaatga chirimasdan xizmat qiladigan insonlar bo'ladi. Agarda Karimovni ham birinchi 8 yilligini olsak, ko'p 12 yilligini ham Lukashenkoni qanaqa siyosatchi bo'lib boshlangan yoshligida qilganida hammasi Putin ham zo'r 8 yil ichida Rossiyani qilgan zo'r. Hammasi zo'r. Lekin shu qachon paydo bo'ladi? Qachonki o'sha xalq deb odam o'zini shunaqa aldab qo'yadi, xalq manfaati deb, lekin faqat o'zi va manfaati turadi. Kooperativ o'zlarini manfaati turadi, oligarxiyani manfaati turadi. Shundagina uzr so'rayman shu yerda. Mana siz tasavvur qiling, siz prezidentsiz. rahbardan keyin ketamanmi? Mayli ketaman, hozir ketaman deyapsiz. Adizlar chaqirtadi, Hikmatilla mani jiyanim, amakini o'g'li, shunga bir mansab bergan desalar. Bermayman. Hozir shu o'tirib bermayman deyapsiz. Ha. Chunki o'shaning uchun men prezident emasman-da. Ya, kechirasiz. Masalan, men aytaylik, bunaqa mas'uliyatda, mana yaqinda Amir Temur kinosi chiqdi-ku. Bu yerda ham shunaqa bir mafkura o'rnatyapti-da, u hokimlikda xohlamoqchi emas edi. Lekin undan tashqari ilohiyat tomonidan faqatgina u xalqni birlashtirib, shu karvonlar bemalol o'tishi va urushlarda yo'qotilishligi uchun unaga majbur bo'ldi shunaqa missiyani olishga degan bir nima ko'rdim shu masalada. Endi bu ham bir zakaz rejissyorlarga bo'lishadi deb o'ylayman. Ilohiylik to'g'risida. Bu tomonda biz shu institutlar rivojlangan paytda albatta endi bizda fundamentalni bunaqa institutlar rivojlanmagan. Biza Afrika, Dubay va hokazo. Biz Koreyani bu tomondamiz hozircha va biz Hikmat akamdan ham ko'p suhbat qilganda men aytaman, O'zbekistonda agar demokratik bo'lsa, bizda mehmon bor edi. Agar Abror Muxtorali nomzodini qo'ysa,
katta shans bilan yutib ketishi mumkin edi. O'ziga partiya ochib haqiqiy demokratiya bo'lsa, bu yerda civil war nima anaqa fuqarolik urushi bo'lishi mumkin, chunki boshqalar yo'q biza islomiy davlat emasmiz, biza mamlakatmiz degan ziddiyatlarda bu yerda xalqqa hali berish erta deb o'zim o'ylayman. Hikmat aka aytadi, erta emas, ertaga demokratiya bo'ladi. Sizni ham fikringiz bilmoqchi. O'shanga siz aytib, biza nima deydi? Qaviymiz demokratiya zo'r. Bizda bu bo'lmaydi. O'shaning uchun haqiqatdan oxirgacha bo'lish kerak. Oxirgacha bo'lish uchun qattiqqo'llik qilish kerak. Siyosiy o'yinlarga qarshi kuch ishlatish davlat o'zi nima? Bu kuch ishlatadigan yagona apparat. Biz sizdan ishlata olmaymiz, u ishlatadi. Deyman, siyosat subyektlari ichida faqat davlatgina rasman kuch ishlatish huquqiga ega. Shuni aytib turibdi-ya. Rasmiy, men qoidasini aytaman. Men uzr nazoratchiman, tushunman. Siz hozir haqqi bor deyapsiz. Siyosat subyektlari bu shaxs, jamoa va davlat. Va hosila subyektlar bo'ladi-da. Mana shu uchta subyektda men urushishim mumkin emas. Biz ikkalamiz borib ana uni urishimiz mumkin. Lekin faqat davlatgina nima qilishi mumkin. Davlatning bosh funksional vazifasi mamlakat ichida yagona suverenitetni ta'minlash. Zo'r. Shuni nuqtai nazardan kuch ishlatadi. Misol uchun hozir svetofor qizilga o'tadigan bo'lsangiz, ichki ishlar xodimi keladi-da, ishtirok qiladi. bu ham kuch ishlatishni bir shakllari belgilash. Ya'ni o'sha qonun qoida nimasi? Ikkinchi jihati, siyosatni asosiy mana siyosatshunoslik o'rganadigan fan bu, masalan, yuristlar qonunni o'rganadi. Qonun atrofidalar. Iqtisodchilar moliya, debet, kredit, eksportlar. Bizda hokimiyat u nima? Kim unga tegishli, kim unga erishiladi va qanday yo'llar bilan erishiladigan masalani muhokama etamiz. Mana endi sizga savol, demokratiya nima? Endi xayrli men bu savol nima deyman? Siyosatchi hozir bunday sanab turdim, 6 marta demokratiya so'zini ishlatdingiz. Men aytdim, men demokratik davlatlarda ko'rgan masala. Qaysi davlat demokratik davlat? O'zini demokratikani inqirozi haqida hali gap. Yo'q, masalan, misol berganda, qaysi davlat demokratik davlat sizning nazaringizda? Mayli sizda. Amerika. Amerika nimadan kelib chiqib ketyapsiz? Saylov bor. Saylov bo'lsa demokratiya bo'ldi. Bu eng katta belgisi. Ya'ni xalq o'z ifodasini va irodasini saylov orqali belgilay olish qobiliyati bu demokratiyaning eng ustunli bir belgisi. O'zbekistonda ham saylov bor. O'zbekistonda ham demokratiyaning eng oliy belgisi, shundaymi? Rasman konstitutsiya bo'yicha demokratiyamiz, albatta. Albatta. Lekin bu degani biz 100% demokratik jamiyatmizmi? Uni so'rovlar orqali, ma'lum bir fikrlar orqali aytish mumkin. Mana endi Belarusda ham saylovlar bo'lganmi? Amerikada bu qalbakilashtirilgan. Prezidentni qarorlarini hozir sudlar bekor qilib yotibdi. Suddan. Mana bu misol sudda erkinligi demokratiyada yoki bir paytlari hamma joy pandemiya bo'lganda aytaylik Florida shtati aytdi, bizda pandemiya bo'lmaydi, biz maska qilmaymiz dedi. To'g'ri. Prezident gapiraveradi, bizda bo'lmaydi dedi. Bu chunki xalq bu gubernatorda sayladi, bu hokim, obul hokimiyat aytdi, bizda prezidentning gapi o'tmaydi. Prezident tashqi siyosat bilan shug'ullanadi Amerikada. Tashqi ishlar bilan borib bombardimon qiladimi Eronda, meni ishim yo'q. Lekin Mayamiga ta'sir o'tkazmasin deb aytadi. Agar men aytsam, Amerika demokratik davlat emas desam, qo'shilasizmi fikrimga? Belgilarini sanab ayting. Demokratik inqiroz, demokratiya o'zi inqirozga o'tgan. Yo'q, demokratiya bo'ladi, yo'q demokratik bo'lmaydi. Qo'shilmaydi. AQSh demokratik davlat emas. Sizni fikringizcha? Qanday davlat boshqaruv shakllarini bilasiz? Demokratiyadan tashqari. Diktatura. Yo'q, diktatura forma. Fashizm. Fashizm mafkuraviy boshqaruv. Yo'q, boshqaruv bu, diktatura boshqaruv. Bir anaqa chalkash Yo'q, men yana bir aytaman. Men kuchli siyosatshunos bor, konstitutsion monarxiya bor. Aytaylik, bu Buyuk Britaniya. Ularda qirol bor, lekin u qirol hech narsani belgilamaydi. Ma'lum bir kichkina byudjeti bor. Monarxiyalar bor. Bu misol uchun Saudiya Arabistoni, boshqa mamlakatlar o'zining demokratik jamiyat deb tan olgan KNDR masalan, uni ham nomida Koreyskiy Narodniy Demokratическая Respublika deb qo'ygan. Lekin kechirasiz, hech kim uni tan olmaydi demokratiya sifatida. Chunki Kim Chen In o'tirdi, undan oldin boshqa haligi otasi o'tirdi. Qanaqa ular demokratiya bo'lishi mumkin? Shuning uchun agar sizni savolingizga qaytadigan bo'lsak, haligi siz katta usta ekansiz, aikido qilibdingiz-da, o'zi savol nimadan edi? Belorussiya va Ukraina to'g'risida gaplashib turdik. Keling shu mavzuga qaytsak. Sizni fikringizcha, xo'p, Belorussiya bu demokratik jamiyatmi? Demokratik davlat. Tushuntirib beray. Endi uzr so'rayman. Hozir kim anaqa demokratiya bor, demokratiya yo'q, ana Amerika demokratiya bu bundoq deb anaqa qilishadi-da. Mana misol uchun mashina bor, mexanik harakat qiladi, vertolyot bor, mexanik harakat qiladi va samolyot bor. Hammasi bitta narsa deya olmaymiz.
motori bor ekan-ku deganimizlar bilan uni harakatlanish va yo'nalish maqsadlari har xil. Davlatlarni mexanizm degan bo'lsa ham biz endi davlatni his qilmaymiz. Davlat ham mashinaga o'xshagan narsa qildirigi bor, motori bor, boshqa tushuntiraman. Davlatda ham o'zining elementlari bor. Mana demokratiya bo'lish uchun birinchi tamoyil bu hokimiyatlarning bo'linish tamoyili. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud. Bu kitobda yozilgan anaqa narsa. Buni men o'ylab topganim yo'q. Montesquieu, Locke nimasi bo'yicha undan oldin Farobiylar ajdodlarimiz aytib o'tishgan. Mana endi qonun bo'lingandan keyin demak saylov bo'lishi kerak. Erkin saylovlar. Haqiqatda saylov bo'lgandan keyin parlamentga saylov keladi, parlament vazirlar mahkamasi va sud aniq qiladi, 5 yil ishlaydi, ketadi. Ko'p partiyalik bo'lishi uchun partiya aniq bo'lishi kerak. Faqat demokratiyada bitta tomoni borki, anaqa diniy, millatchilik va fashistlik ruhdagi partiyalar tuzish taqiqlangan. Germaniyada yetakchi partiya to'xtang, qanaqa mumkin emas? Yana bir marta. Diniy, millatchilik va fashistlik partiya tuzish mumkin emas demokratik davlatlarda. Yo'q, unaqa yo'q. Nimaga? Uzr, men aytayotganim siyosatshunoslikdan kelib chiqib aytyapman. Millatchilik degani nima? Masalan, millatchilik natsional bu millatchilikmi? Millatchilik, ha. Natsional partiya hamma joyda bor. Hamma joyda bor. Italiyada. Lekin u fashistlikka aylanib ketishini oldini olish kerak. Ana shu haqida gapiraman. Mana shu partiya, mana siyosatshunoslik degani gapiraman. Mana HDP bor Germaniyada, HDP partiyasi. Xristian demayman. Mana shu mumkin emas. Mana bu demokratik prinsipga zid. Nima uchun? Men bir marta savol berdim nemislarga. Mana uzr dedim, demokratik prinsiplarni bilasizlarmi? Ha. Mana partiya ko'p partiyalik tizimi, erkin saylovlar, fikrlar, ha. Lekin men ularga fashistlik mumkin emas deb aytmadim. Diniy va millatchilik mumkin emaslarda anaqa diniy partiya qidiringiz, xristian demokratiya nima yetakchi. Sizlar qanaqa o'zingizlar demokratik deysizlar dedim. Ularni bir anaqa soldim. Mana bu aytmoqchi bo'lgan. Keyin mana ko'p partiya bo'lgandan keyin demokratiya emas. Men haligi mashinani Mercedes mashinam bor, lekin uni g'ildiragi yo'q demoqchiman. Tushundim. Va shuning uchun hayday olaymanmi degan savol oldinga chiqadi. Olishimiz uchun siz ekspertsiz-da. Demokratik davlatlar yo'q demoqchisiz. Yo'q, men oldin fikrimni nima qilayman? Men mashinani elementini ko'rsatdik, keyin mana bu mashina emas, bu mikrofon deysiz-da. Demak, aytmoqchi bo'lgan narsam, demak, ko'p anaqa mafkuraviy xilma-xillik bo'lishi kerak. Nimalardan bittasi diniy erkinlik, vijdon erkinligi, so'z ommaviy axborot erkinligi nimasi bo'lishi kerak-da. Mana bu prinsiplar bo'lgandan keyin demokratiyani belgilari. Ha, demokratiyaning belgilari. Mana so'z kim bilan gapirsa, saylov bor-ku deydi. Ha, ommaviy axborot vositalari bor-ku deydi. Endi ommaviy axborot vositalari hammasi kim pul bersa shuni aniq qiladi. Bu bitta jihat. Lekin mana endi ikkinchi jihatiga o'tamiz. Masalan, siz Mercedesda o'tiribsiz. 8 yil haydadingiz, men senga hadya qilib ketasizmi? Hech qachon. Agar insonni ichidagi anaqasini aytyapsiz, ha? Yoki mana endi ikkinchi boshqacha o'tamiz. Davlat boshqaruviga o'tamiz. Davlat boshqaruvi shakllarida avtoritarizm bor, totalitarizm bor va oligarxiya bor. Avto so'zi men, o'zim degan ma'no bildiradi. Mana shu siz aytgan Lukashenko Shimoliy Koreyada bitta odam shu 3 ta hokimiyat tepasida o'tiribdi-da, avtoritarizm paydo bo'ladi. Tushunib oldimmi? Mana bular avtoritar davlatlar. Chunki ularda ham qonun bo'lishi bor, so'z erkinligi bor, ularda ham ommaviy axborot vositalari, saylovlar hammasi bor. Lekin mana shu 3 ta prinsip, qonun chiqaruvchi, sud, vazirlar mahkamasi va sud organi tepasida bitta odam o'tiribdimi? Avtoritarizm bor. Masalan, Janubiy Koreya qanaqa jamiyat? Hozir shunga kelamiz. Mana endi ikkinchisi, xo'p, mana endi shu 3 taning tepasida jamoa o'tiribdi. Jamoa mafkuraviy jihatdan bo'lishi mumkin, Sovet ittifoqiga o'xshagan, Eronga o'xshagan diniy masala bo'lishi mumkin. Putinga o'xshagan qarchig'aylar deymiz, qirg'iylar, yastrib, harbiylar o'tirishi mumkin. Komanda keladi-da, davlatni boshqaradi. Ular total, ya'ni jamiyatda hamma qismi nima qilinadi? Nazorat ostiga olinadi. Qatag'on qiladi, boshqa narsa qiladi. Totalitar, bular total. Demak, Rossiya totalitar davlat. Albatta. Totalitar davlat sifatida nima qilinadi? Shuning uchun aytman, bir xil Putin inson, Putin bitta o'zi komandasi xavfsizlikdan, mudofaadan chiqqan odamlar. Hammasi pokmonli odamlar. Bilasizmi, Rossiyani avtoritar davlat deb nomlashardi. Hozir siz aytganingizdek ko'pchilik totalitar davlat. Men aytayotgan narsamki, mana yana bir aytaman, siyosatshunoslik degan narsani aytayapman sizlarga. O'zimcha to'qiyotganim yo'q, boshqa narsa yo'q. Endi e'tirof etilgan narsa. Siyosatshunos emas, aniqlashtirib ketyapmiz. Mana qarang, diktatura bilan totalitar davlat farqi nima? Yo'q, diktatura, misol uchun, kechirasiz, Amerikada ham diktatura. Diktatura hokimiyat o'zini aytganini qildirish diktatura hisoblanadi. Diktatura degani, to'g'ri, diktatura bilan все-таки demokratiya bor-da. Demokratik tamoyillarga asoslangan, shunga qarab intilayotgan yoki shunday prinsiplarni oldinga solayotgan. Biz demokratiya bilan diktaturani farqini ajratib olaylik. Shuni bizga yordam beradi. Yo'q, diktatura umuman har qanday hokimiyatga xos bo'lgan narsa. Ya'ni nima qilinish kerakligini ko'rsatish. Masalan, siz hozir Karimov davridagi O'zbekistonni Amerikani biz xil deyapsiz-da. Nimaga? Chunki Karimov diktatura edi. Hammasi tan oladi buni. Siz ham AQSh diktatura emas desak, yo'q, mana endi uchinchisiga o'tamiz-da. Uchinchisi oligarxiya. Xo'p. Oligarxiya boylar.
boylarni boshqaruv. Ya ular ham o'sha totalitarizmga o'xshagan jamoa boshqa, faqat boylar boshqaradi. masalan AQSh AQSh demak demokratiya emas, yo'q, oligarxik davlat. oligarxik davlat. Oligarxik davlat, demokratik davlat emas. To'xtang, hali siz sanab o'tdingiz-ku mana qonunni ishlashi, sudlarni ajratilgani, parlamentni borligi dedingiz. Saylov orqali kim prezidentmi, premyer ministrmi kelib ketishi, ular bor-ku Amerikada. Mana yana bir aytaman, haligi Xalq Baydendan Amerikani charchagan. ideal jamiyat demaymiz. Menda ham ko'p tanqidiy fikrlarim bor hozirgi AQSh hukumatiga. Misol uchun, o'zimning shaxsiy fikrlarim. Lekin bunday o'ylab qarasangiz, 4 yildan keyin ketadi-da, 3 yil qoldi. O'shaning uchun Kecha Angliyada Starmer ketdi. 2 yilda ketdi aka. kimdir iste'fo Bu qiladi. ham demokratiya emasmi? yo'q. U Yevropa davlati yana bir aytaman. Bo'lib anaqa Yana bir bor aytaman. Yana bir bor laqab qo'yib qo'yaylik bunga To'g'ri Angliya nomlaylik. bu. yana bir bor To'g'ri aytaman. nomlaylik. To'g'ri, men bu shakl jihatdan anaqa federativ, konfederativ, monarxik deyishimiz mumkin, lekin men davlat boshqaruv shakllari haqida gapiryapman. O'sha haligi demokratiya bor, lekin demokratiya hech qachon bo'lmaydi. Bormi? Masalan, sizni qo'lingizda hokim yo'q, dunyo bo'yicha yo'q. Dunyoda demokratiya yo'q. Yo'q. Misol uchun tasavvur qiling, sizni qo'lingizda hokimiyat bor. Ketyapti-yu aka. Qurol yarog kim? Mana Keir Starmer ketdi. Hokimiyat tepasida o'tirgan oligarxlarchi? Kim? To'xting, tushuntirib bering, kimni nazarda Hozir tutyapsiz? masonlarga olib kelasizda. Yo'q, mas'ullarga olib kelayotganim yo'q. Mana misol uchun yashirish hojati yo'q. Mana deylik, haqiqatda o'sha yerda federal rezerv tizimi bor AQShda. Bular hamma narsani xalqqa beradi. Freeze qilib beradi. Buni yashirish hojati yo'q. Bular mana o'sha kim prezident bo'ladi, boshqa narsa deydigan narsalar. Keling, Masalan, mana agar intervyularimni ko'rgan bo'lsangiz, mana Trump kelishidan oldin, 1 yil oldin men aytganman, haligi kim bo'lishini bilmayman, shaxsan, chunki paytda hali primaries bo'lmagan. Aytganman, Respublikachilar partiyadan kim nomzod primariesda chiqadigan bo'lsa, o'sha prezident bo'ladi degan intervyuda bergan edim bu narsa. Mana asosida Endi mana shulardan kelib chiqqan holda nima? Mana keyingisiga aytishim mumkin. Kim bo'lishini bilmayman, lekin Demokratik partiyadan qaysi odam primariesdan o'tib qanaqa qilgan bo'lsa, ana o'sha prezident bo'ladi. Xayrli kechirasiz. Yo'q, Buni bu men ham ayta formulasi olmayman. bor-da. Sababi katta ehtimol bilan Trump shunchalik partiyasini diskreditatsiya qiladiki, u demokratlar kelishi tabiiy. Lekin siz hozir mana ko'rsatuvlaringizda ham ko'rdim. Yahudiylar boshqaradi Amerikani degansiz, to'g'ri tushunganman. Yo'q, boshqarada emas. Yahudiylar qadriyatiga asoslangan davlat Yo'q, degan. siz endi bu yerda shunaqa degansiz. Mayli, hozir Men so'zimni bilaman-da, chunki so'zimni juda o'ylab Hozir ishlataman-da. aytdingizki, Amerikada dedingiz oligarxlar va FRS boshqaradi dedingiz. Hozirgi aytgan gapingiz. Bizga tushuntirib bering, qanaqa qilib boshqaradi? Bizga ham misol uchun. Misollar bo'lishi mumkinmi? Sizni gapingizga asoslanib, что ФРС aytdiki, ну, Tramp ничего. Это сукин сын, наш сукин сын deydi-da. Aytadi, короче, xalq chetga tursin. Hozir yana respublika sizni gapingizga tayyorlansam, FRS xohlasa yana respublikangiz bo'ladi. Ya'ni xalq irodasi belgilanmaydi deyapsiz. Xohlasa agar, ha. Misol uchun mana e'tibor beringga, misol uchun mana hamma Amerikaga nima boradi? Boy shuni hayot zo'r deyishadi, lekin mana revolyutsiya paytida ketishgan, sovet paytida ketishgan, SSR parchalangandan ketishdi. Shunday. Nafaqat o'zbek, umuman boshqa millat vakillaridan nechta millioner chiqdi? Ko'p. Nechta millioner chiqib o'sha hokimiyat darajasida aralashadigan UAVdan chiqqan Elon Musk. Mana sizga elementar. millati nima? Endi u Yujno Afrikanец. Mana aytaylik. Yevreymi, ya'ni Dunyoga Amerikadan ta'sir etkazgan Aniq tur. Steve Jobs Diddomda bolasi. Bitta seriyasida qolib ketgan, qoldirib ketgan bolasi. Buni bittasi anaqa oldi, keyin uni tashlab olishdi, ikkinchisi oldi. Shu Trumpni yashagan bitta odam 3 trilliard dollarlik kompaniya qurgan, prezidentlar o'chirikdan u bilan gaplashib o'tirgan. To'g'rimi? Dunyo miqyosida mana shu даже imperializm aytaylik, buni hali bu so'zni ishlatmadik. Elon Musk farqi yo'q, u arab bo'lishi mumkin unda. Agar biznesingizni yangi darajaga olib chiqish va hamfikr tadbirkorlar bilan tanishishni xohlasangiz, 24-26 iyul kunlari Ko'hna Samarqand shahrida top spikerlar bilan 6-tog' safari uchrashuvi rejaladik. Safarda biz bilan Akmal Fayziyev, siz bilgan My Taxi Express 24 loyihalari asoschisi. Yana bitta mehmonimiz Qozimxon To'rayev, HR boshqaruv bo'yicha top mutaxassislardan biri. Biznesni tizimlashtirish, samaradorlik va doimiy o'sish bo'yicha dunyodagi eng kuchli tizim Kaizen bo'yicha bevosita Yaponiyada tahsil olib kelgan ekspertlardan biri. Habibullo Sa'dullayev, taniqli chortoq brendi bosh marketologi. Va yana bir qadrli mehmonimiz, ustozimiz Hasanxon Yohyo Damlo. Biznes etikasi, halollik, jamoada baraka omillari va to'g'ri sherikchilik asoslari bo'yicha ma'naviy yo'l ko'rsatuvchi ustoz. Bu shunchaki dam olish emas. Bu o'zingizdan kuchliroq,
kalibri balandroq tadbirkorlar bilan yopiq bir davra. Fikr yetakchilari tog' safarlari har doim yangi spikerlar, chet el tajribasiga asoslangan qiziqarli dastur va saralangan odamlar bilan networking qilish katta imkoniyati. Safimizga qo'shiling. Joylar soni cheklangan. Yangi qatnashuvchilar uchun atigi 20 ta joy ajratilgan. Havola orqali o'tib ro'yxatdan o'ting. Man hozir qaradim Lazzaka ma'lumot uchun. U Britan va Gollandiyadan otasi kelgan ekan, Errol Musk. Onasi Kanada bilan Britaniya aralash, Shvetsariya, Nemet. Umuman farqi yo'q-da. U davlatlar haqida nima ketadi? Yo'q, u qonuni, ya'ni millatini Mayli, so'radingiz-ku. aha. Millati u mix, kompot. Otasi 2-3 ta mamlakatdan, onasi yana 2-3 ta mamlakatdan. Ya'ni bunday o'ylab qarasa, Janubiy Afrika fuqarosi, hozir fuqaroligi Kanada va Aytaylik, Nvidia hozir bu odam bilan hamma Koreys, prezidentlar Xitoylik. u bilan uchrashga turadi, uchrashgani. Nvidia chunki sun'iy intellektda bir joyni ushlab turadigan inson. Umuman u anaqa uni bir juhd etib bo'lmaydi. U kim? Xitoymi, Karismi, Gonkongmi? Mana shunaqa, mana sizga bu ham bu oligarx. Yana bir narsa aytaman, masalan, mana shu oligarxlarning aksariyati yahudiy millatiga mansub shaxslar. Va mana sizni qabul qilish mumkin, siz agar ularning manfaatiga zid bo'lmasangiz va ularni olayotgan siyosatiga qaysi ma'noda hissa qo'shadigan bo'lsangiz, sizni hokimiyatga yaqin yo'latadi. Lekin u ham siyosiy qaror qabul qiluvchi shaxsga sizlarni nima qilmaydi. Xitoyga ham ta'sir qiladimi? Yo'q, mana endi Xitoy yo boshqa narsa. Xitoyga ta'sir qilmaydi. Dedi Hindistonda unaqa emas. Rossiyada bir paytlar sun'iy bankirshida bo'lgan paytda shunaqa edi, lekin Putin mana yo'q qila oldi. Так что, menimcha bu angajirованный sal anaqa tezis bo'lib qolyapti. Haqiqatdan ular Nobel laureati ko'p, haqiqatdan juda daho bir millat DNKsi yoki bolalar tarbiyasidan ko'p narsa o'rgansak bo'ladi. Juda ko'p ixtirolar dunyoda qilgan narsa va top menejmentda o'zimizning O'zbekistonda ham Karimov paytda go'stovetniklar 3-4 tasi shular bo'lgan, lekin iqtidorli shunaqa insonlar butun dunyoda. Xo'p, mayli, endi bu O'zbekistonda ham. Xo'p, savolingiz? Savolim, nega siz mana biz aytyapmiz, siz bu ham demokratiya emas, bular diktatura deyapsiz-da. Diktaturani alomatini topolmayapmiz. Angliyada diktatura emas ekan, Stenbergda chiqazib oldi. Bularda ham bo'lmasa diktatura, bu oligarxlarning diktaturasi uni ishdan oldimi? Oligarxlar diktaturasi. Uni xatolari, korrupsiya qilgani, uni qilganiga emas-a? Yo'q, misol uchun oligarxlar o'zi hal qiladi. Kim hokimiyat tepasiga keladi, qanday nima qiladi, ish olib boradi. Misol uchun mana o'sha ikkita partiyani olib ko'radigan bo'lsak, demokratlar va respublikachilar. Amerikani nazarda. AQSh ikkita partiya. Buni olib ko'radigan bo'lsak, endi ko'pincha nima bilan shug'ullanganman. Bularda misol uchun mana respublikachilar orqasida qurol yarog' savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar, lobbizm bor, bu o'sha korrupsiyaning bir shakllaridan bittasi. Demokratlarning orqasida asosan shu nima deydi? Neft bilan savdo qiluvchi shaxslar. Butun jahon. Misol uchun neft agar olib ko'radigan bo'lsak, faqat dollarga sotiladi. Endi hozir neft top 10 ta kompaniyaga ham kirmaydi dunyoda. Kirmaydi, yo'q, o'sha boshida mana shu ikkinchi jahon urushidan keyin intellekt masalasi nima deydi, kuchi kattaroq dunyoda. Mana misol uchun siz tadbirkorsiz, mana IT ni hozir ko'rasiz nima? IT ni biladigan odamni olasizmi o'zingiz atrofingizga? Tabiiyki nima, lekin biznesni boshlagan paytingizda yog'och olib kelib sotgandirsiz, misol uchun, yo boshqa narsa qilgandirsiz. Zamon rivojlanib boryapti, pulingiz bor, siz shu pulni saqlab qolish uchun zamonga qarab moslashasiz. Shu jihatdan agar e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatan nima qiladi? Misol uchun bu o'sha oligarxlar o'tiradi-da, hal qilishadi. Nima kerak? Hokimiyatni yo'qotib qo'ymasligi uchun. Qanaqa ularni tashkiliy shaklini tushuntirib bering. Mana oligarxlar deganda bu siz shartli bir ro'yxat nazarda tutyapsizmi yoki ularni ro'yxati bormi? Amerikada pretendent deb olsak, juda katta kompaniya Microsoft, juda katta kompaniya bo'lib ketgani sud chiqdi-da, oligarx-ku Bill Gates, to'g'rimi? Bu ham bir aytaylik, juxtmi yo'qmi? Keldi-da, shaqilab Microsoftni bo'lib oldi. AOL bor edi, juda katta telekom kompaniya. Bo'lib oldi. Anaqa Rockefellerlar keldi-da, unda 4 ta neftinoy kompaniya. Ya'ni antimonopoliya qonunchilik ishlagani uchun o'zini manfaatini nega, masalan, Rossiyada haqiqatda siz aytgandek, Gazprom unda anaqa nima deydi, yoniga kela olmaydi antimonopoliya komitet. Gazpromda, Lukoilda oldiga kela olmaydi, Rostelekomda oldiga, RJDning oldiga kela olmaydi. Amerikada bittada kompaniyalarda anaqa yakson qilib olishdi-ku. Xo'p, bu kompaniyalar demak qonunli ishlayotgan ekan-ku yo'q, ma'lum. qonunli agarda ularga zid bo'ladigan bo'lsa, anaqa tashlaydi. Ularda Amerikada nazorat qiladi pul bilan. Pul bilan nazorat qiladi, kerak bo'lsa bo'ladi, boshqa narsa nima qilinadi. Katta-katta kompaniyalar hammasi ularning manfaatiga zid ishlaydigan bo'lsa, boshqa nazorat juda qattiq. Misol uchun mana agar Amerikada bo'lgan bo'lsangiz, pul topish juda ham qiyin. Shunda Rossiyada haqiqatda asosan ichki bozorga. Ular misol uchun oligarxlar tepada o'tiradi-da, quyida nima ish qilsang qil,
asosiy anaqa pozitsiyaga qarab qilmoqchi. Mana misol keltirdilar. Ikkinchi bir jihati, misol uchun mana prezident saylov bo'ladigan bo'lsa, kelib suhbatdan o'tish kerak. Foresdan. Nima ish qilasan, nima qo'yasan, unga qanaqa nomzodlar albatta suhbatdan o'tadi. Rasmanmi yoki norasmiymi? Norasmiy ravishda. Keyin yana bitta jihati bor, har bitta prezident chiqayotgan paytda saylovda chiqishdan oldin bitta jumlani ishlatish kerak. Men o'z faoliyatimda agar prezident bo'ladigan bo'lsam, albatta Isroil manfaatini himoya qilaman deb hali baqirgan holda gapirish kerak. Hatto u rasman chiqadimi yoki Ana qarang, mana Hillary Clinton nomzodligiga ko'rsatganda Trump boshqa Trumpni nimaga saylashdi? U haligi Tel Avivdan Quddusga poytaxtni ko'chirgani uchun ikkinchi marta bu yaxshi bola ekansan deb aniq qilishdi. kim sayladi? Xalq sayladi. Yo, aka, mana qarang, siz baribir shu narsalarni gapiryapsiz-da. Siz ma'lum bir dunyoqarashingiz shakllangan, ma'lum bir fikr yetakchisiz. Bizani vazifamiz sizni tushunish darajangizni anaqa qilish, o'zimiz tushunib olish va auditoriyamizga tushuntirish. Sizni fikringizcha, hozir men to'g'ri tushungan bo'lsam, Laziz aka, prezident Amerika prezidentlarini FRS belgilaydi, xalq umuman saylovi umuman ta'siri yo'q. Hammasi fake bular. Keyin aytdilarki, bular Isroilni men himoya qilaman desa o'tadi, demasa o'tmaydi. Shunaqa. Yana qanday tamoyillar? Yana bitta chiqadi, yana bitta shundan kelib chiqadi. Hozir bizani yoshlar aytadiki, bo'ldi saylovga O'zbekistonga bormasak bo'lar ekan degan fikr keladi. Mana bitta jihati bor, AQSh saylovlarini. Xalq saylaydi. Xo'p. Lekin tepada senatorlar saylaydi. Xalq ma'murga ko'p ovoz bergan bo'lsa, senatorlarga agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, hali kimdaydi bitta ovoz bilan nima qilib senatorda anaqa qilgan. Ya'ni yuqori parlamentda nimasini ovozi rol o'ynaydi. Go'zda anaqasini aytyapti. Albatta go'rda, bitta ovoz bilan nima qilingan. Hozirgina aytdingizki, xalqning irodasi umuman rol o'ynamaydi. Oligarxlar bilan FRS hal qiladi dedingiz. Endi aytyapsizki, yo'q, senat bilan endi u выборный sistema deydi, kollegiat ingliz tilida. Senatdan talab. Ya'ni ular Senatlar hammasi lobbistlar-ku. to'xtang. Endi hamma narsani bitta anaqaga tashlasak, Lazizaga aytgandek, unda qonunlar ishlamas ekan dunyoda degan xulosa bilan chiqib ketishim kerak-da. Unda qanday qilib yashaymiz? Qanday mamlakat qurishimiz kerak? Qaysi misol uchun tamoyillar asosida Bo'lmasa anaqa bo'lib qolyapti-da, eng zo'r Putin bo'lib qolyapti-da. Bu hech kim misol aytyapman. Hech kim ta'sir qarang. Xo'p, давайте оценка beramiz. O'zi оценочное суждение unchalik yaxshi emas. Munosabat. Mana shu, xo'p, demokratiya emas, oligarxlar boshqaryapti, juhtlar boshqaryapti, lekin butun dunyo Amerikaga bormoqchi. O'zbeklar Amerikaga ana eng katta green cardda butun dunyoda. Hech kim Xitoyga, Rossiyaga, Belorussiyaga borgisi yo'q, O'zbekistonga ham hech kim kelgisi yo'q. Amerikaga bormoqchi. Qanday farqi yo'q, qaysi qizilgami, yashilgami bo'yaysiz. Eng effektiv siyosiy ichki va tashqi konstruksiya shu bo'lyaptimi yo'qmi? Yevropaga ham, masalan, nafaqat Amerika, aytaylik, yetakchi mamlakatlarga, Yaponiyaga ko'pchiligimiz borgimiz keladi. Ya'ni rivojlangan haligi OECD deydi-yu, eng boy 40 ta davlatga hamma borgisi kelyapti. Janubiy Koreyaga mana hozir qaradim, o'zbeklarning eng katta diasporasi Rossiyadan keyingi o'rinda, bu yoqda Yaponiyaga borgimiz kelyapti. Ya'ni hali bizni qonxo'r oligarx davlatlar deb nomlagan, endi shartli ravishda qonxo'r so'zni ishlatmadingiz. Men o'zimchalik endi sal bo'rtirib gapiryapman. Demak, ularda demokratiya yo'q, ularda oligarxlar boshqaradi, ularda saylov ishlamaydi. Lekin nimaga u tizimlar shunday samaraliki, hamma rivojlanayotgan mamlakatlar aholisi eng katta investitsiyalar o'sha yoqqa ketadi? Nimaga unda? Yaxshi savol. Nimaga? Chunki baliq chuqur joyi odam yaxshi joy ko'zlaydi. Amerikada bo'lganmiz? Конечно aka. Zo'r. Ko'p marta. Hatto men ham bo'lganmiz, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Men ko'p marta lekin o'tgan men ko'chkim yo'q. Barakalla. Endi mana bitta e'tibor bergan bo'lsangiz, Amerikaga borishing tez boyib ketasan. Amerikaning orzusi boyib ketsam. Men borganman-da, gaplashim, bir kun boyib ketaman, anaqa bo'ladi. Bir kun shundan boshlaydi. Bir kun boyib mechta deydi. Elon Musk kelib boshi boyib ketdi, Steve Jobs boyib ketdi. Bu umumiy insoniy million odamdan nechtasi shu siz aytgan san'atgan odamlar. Anaqa imkoniyat. Bu opportunity deydi-ku davlat. Ha, shuni aytaman. Imkoniyating bor, kelgin deydi, lekin yana savol ko'rsatamanki, yo'q, hamma odam o'zi, men imkoniyat, men eplayman deb boradi. Lekin ko'pchilik agar boradigan bo'lsa, e'tibor bering, mana borgandan keyin itda ishlaydi. Shunaqa. Itda ishlaydi. Bizda ham kosmonavt hammasi bo'lmoqchi, lekin eng zo'ri bo'ladi. Hammasi ham kosmonavt bo'la olmaydi. Hammasi birinchi sekretari bo'la olmaydi. Hammasi har bir gruzin tashqi ishlar vazirligi SSRda bo'lmaydi. Bu normal. Stalinga o'xshab, Jugashviliga o'xshab. Yo'q, aytmoqchi bo'lgan narsamki, ular mana shu aytadi, "Keyin mana imkoniyat bor" deydi. U keyin ishlaydi-da, bitta narsasi bor, lekin eng chatoq tomoni har bir narsaga pul to'lash kerak.
Uyingga pul to'lashing kerak, yeyishingga pul to'lashing kerak, soliqqa to'lashing kerak. Sog'lig'ingga mana misol uchun pandemiyani olib ko'radigan bo'lsak, eng ko'p odam o'lgan AQShda bo'ldi. Nimaga? Chunki $50 bir kunga haligi искусственный intellektdan nima? Sun'iy nafas olishda yotish kerak. 10 kun turadigan bo'lsak, haligi savolni tushuntirib bering. qaysi? Bu jamiyatlar, mana hozir siz ularni Nima jamiyatlar demokratik emas dedingiz. Unda ularni sal tushunaylik, nimaga samarali? Mayli, Amerika eng ideal mamlakat emas. Menda ham ko'p pretenziyam bor. Qurol yaroq menga yoqmaydi Amerikada. Misol uchun piyodalar uchun infrastruktura yo'q. Hamma narsa mashinada etaylik. Ovqatlari unchalik hamma narsa fast food bo'lib ketgan. Lekin menga misol uchun Yevropa mamlakatlari yoqadi. Lekin siz aytdingizki, Yevropa mamlakatlari ham ular demokratiya emas dedingiz. Shunga biz tushunib olaylik, qanaqa mamlakat yashasa, unda shakllantirish. Nima Yaxshi savol mamlakat? berdingiz. Haqiqatdan mana e'tibor beradigan bo'lsak, har bitta millat o'zini davlatini shakllantirishga harakat qiladi. Mana nimaga o'sha haligi yahudiy qadriyatlarga asoslangan davlat yaxshimi yomonmi? Ha, nima qilishgan? Chunki o'sha отцовствовательизм hammasi yahudiy bo'lib nima qilishgan? O'zbekiston o'zbek qadriyatlari asosida, Tojikiston, Rossiya, yaxshimi yomonmi boshqa narsa. Mana shu narsa davlat har doim xalq anaqa qilish, fikrlash kerak va qanday davlat quramiz deydigan narsani o'ylab topish kerak. Tushunib oldimmi? Bu mafkurada namoyon bo'lishi. Xalq o'ylash kerak, qanaqa davlat quramiz. Ha. Xo'p, lekin Xalq xalq endi saylov bitta narsada xalq bilan qilinadi-ku. bitta narsaki, bitta mana jadidlar boshlashdiki, shu tarbiya kichkinaligidan nima qilish bo'yicha. To'g'ri, bizda hozir hokimiyat tepasida o'tirganlarning ko'pchiligi 90-yillarda uzilish paytida na sovet, na liberal, korrupsioner. Davring keldi, sur bergan degan haligi mentalitet bor. Hokimiyatga kelib qolding, boya o'g'illar, tamom. Ya'ni, misol uchun inglizlarda power is the power deydi. Власть это сила, shuning uchun powerlar kelishadi. Bizda davlat deganda, davlat bu davlat. Kuch. Aka kuch. arbob. Davlat. Ha, Boylik, davlatga nima kelamiz? Boy ish uchun kelamiz. To'xting, bu yaxshimi? Shuni aytayman-da, bilmayman. Yo'q, mana qarang. O'ylab ko'rish. Misol uchun, haligi aytaylik rivojlangan ilg'or mamlakatlarda sen o'qisang, yaxshi ish topsang, boyisan, solig'ingni to'la, o'zingni saylov orqali partiyang qaysidir misol uchun yashillar uchun yoki demokratlar uchun yoki respublikanlar uchun yoki HDS uchun Germaniyada o'zingni saylashga haqqing bor. Hali mitinglar to'g'risida aytdik. U ham seni haqqing bor deb sanab o'tgan. Diniy erkinlik, misol uchun so'z erkinligi, ma'lum bir konstitutsiyaga yozilgan kelishuv bor va ma'lum bir qanaqadir jamiyatni общественный договор deydi-yu, jamoatchilik keng kelishuv bor. Va shu jamiyatlarda ma'lum bir o'zgarish, ijobiy qanaqadir hayot bor. Biz qanday jamiyat qurishimiz kerak? Ularni jamiyati yaxshi, biz ham shunday jamiyat quramiz degan xulosa bilan yarashishimiz kerakmi? Madaniy omilni mayli, olmaylik, chunki har bitta jamiyatning o'zini qadriyati bor, madaniy qanaqadir, kimdir atlas kiyim kiyadi, kimdir misol uchun Polshadagi yo Germanga o'xshab yubkaga o'xshagan narsa kiyadi. U o'zini shaxsiy narsasi. Dom qo'ysak, ya'ni segmentatsiya qilsak, biz endi dunyoda shunaqa qilib qo'ygan. Mana diktaturalar, mana demokratiyalar, mana qirolliklar, Dubay, anaqa emiratlar, bu masalan parlamentskiy davlat, bu prezidentskiy davlat. Shunaqa saralab qo'yganda, lekin biz bitta narsa qo'ymoqchi bo'lganimiz, yo'q, biz demokratik emas. Lekin oligarx davlatlar degan biz eshitmaganmiz. Lekin agar bular oligarx davlat bo'lsa, bizani bolalar siyosatshunaslikda bor demoqchiman-da, kitobda bor. Xo'p. Formulasi bor, shakli bor. Просто biz oligarxmiz deb yurdi, biz demokratmiz. Mana qara, saylov, bu propagandaning oqibati. Xo'p. Значит, agarda bu siz aytganingizdek oligarx davlat bo'lsa, значит, oligarx davlat qilsak zo'r ekanmi? Bozor iqtisodiyotiga asoslangan demoqchisizda. Bir tomondan albatta, misol uchun bu endi bog'cha vazirligi bo'lmasligi, kambag'allik vazirligi bo'lmasligi, sun'iy intellekt vazirligi bo'lmasligi va hokazo. To'g'ri. Bozor iqtisodiyoti, xususiy tashabbus. Endi bozor iqtisodiyoti mana xalqaro munosabatlarni bilasiz, iqtisodiyot munosabatlarni bilasiz. Bariga kuchli iqtisodiy nima? Globallashuv, kichkinani yeb qo'yadi. Bir tomondan biz bozor iqtisodiyotiga o'tishimiz kerak. Lekin bizning iqtisodiyotimizda ertaga kim kafolat beradi ekan? O'sha kuchli mana katta yettili deymiz ham, o'shalar yeb qo'ymasligi kim kafolat beradi? Nima degani, xayrli aka? Masalan, bizning barcha iqtisodiyotimiz hammasi ularni orbitasiga ta'siriga moyil. Vektor ko'p, Xitoy bor, Rossiya bor.
Endi bizani iqtisodiyotda o'rgatayotganda unaqa o'rgatishmagan, agar mumkin bo'lsa men aytaman. Shunday asosiy fikrga o'rgatilganki, globalizatsiya sizni pirogingizni ham kattalashtiradi deb o'rgatilgan. Va uni mana misollarini ko'rib turibmiz. Aytaylik, o'sha Polsha, Baltik mamlakatlari, ya'ni ilgari Sovet blokida bo'lgan mamlakatlar katta bozorga kirishdi, Jahon savdo tashkilotiga imzo qo'yishdi va ularning iqtisodiyoti kattalashdi shuni hisobiga. Ya'ni ular bozor jahon global tizimga kirib naf ko'rishdi. Albatta raqobat kuchaydi, albatta ma'lum bir ish joylari yopildi, lekin ma'lum bir global zanjirlarga kirib, ularning xalqi yaxshiroq yashayapti hozir. Ya'ni biza hozir sizni fikringizcha globalizatsiyani to'xtatishimiz kerakmi? Yo'q, biz to'xtata olmaymiz. Men xohlagan bu normal narsa. Bu normal holat, bu jarayon ketyapti. Haligi lazzakan savoli, biz qanday jamiyat quraylik? Yaxshi, mana Jahon savdo tashkilotiga ham bunday o'ylab ko'rishimiz kerak-da. Hamma kirsa zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Yo'q, zo'r bo'lmaydi. Masalan, Polsha, mana o'sha 90-yillarda Polsha shokoid terapiya qildi. Polshaning atrofida Germaniya, Fransiya, Britaniya kuchli rivojlangan davlatlar edi. Iqtisodiyotga bir pasda kirishib ketdi. Va Qirg'iziston Akayev tomonidan shokoid terapiya qilindi. Bozorda bir kunda o'tamiz dedi. Bugungi kunda Xitoyda, Qirg'izistonda kamida $1,900 kishi boshiga tug'ilibdiki, bo'ynida qarzi bor. Rivojlandimi? Bizda qancha? Nima bo'yicha? Endi haligi ko'chma savol bermaydi. Men nazariy jihatdan dinamikani ko'rsatib beraman-da. Yevropani endi rivojlanayotgan chunki tasavvur qiling, yoningizda boy qo'shni bo'lsa, eshigingizni ochsangiz zamboyingiz. Yoningizda kasalvan, kambag'alroq qo'shningiz bo'lsa, ochsangiz nima qiladi? Ya'ni rivojlanish yo'lini izlab topishimiz kerak. Mana endi bitta jihati borki, haqiqatda ko'pchiliklarga bozorchada ochib yuborsang, mayli bosqichma revolyusion yo'l bilan o'tasanmi, farqi yo'q. Lekin mana ikkita iqtisodiyot, AQSh iqtisodiyoti va Xitoy iqtisodiyoti bozor iqtisodiyoti munosabatlari, lekin mafkura bilan uyg'unlashgan. AQShda liberalizm mafkurasi, Xitoyda konfutsianlik mafkurasi. Men o'zim xitoyshunos sifatida aytishim mumkin. 90-yildan beri shug'ullanib kelaman. 90-yildagi Xitoy va bugungi Xitoy bu boshqa davlat. Bilaman, o'sha Deng Xiaoping olib borgan, ularning narsasini kuzatib borganman, rivojlangan deydi, boshqa narsa deydi, lekin mafkurani esidan chiqarma, o'zingligini esingdan chiqarma. Bizda ham hozir bozor iqtisodiyoti munosabatlari. Mana hozir bitta ikkovimiz hammasi inglizcha. Biz ruslashishdan qochib inglizlashishga tushyapmizmi? Shunaqa. Qani o'zbek tilini rivojlantiramiz deb bir qilgan edi bir paytlar. Bozorda bo'lsa kerak emas. Bu bozor iqtisodiyoti. Qaysi tilda gaplashishingiz? Albatta, yo to'g'ri. Yo tepadan menga Kreml aytadi qaysi tilda gaplashishim, yo bozor aytadi. Agar Amerika xohlasa hamma joyda hieroglif, Xitoy hierogliflar paydo bo'ladi. Bu prichom bu o'zbek tili. Masalan, demak bu ertaga o'zbek millati yo'q bo'ladimi? Kechirasiz, men bu yerda bir anaqada, masalan, men rus tilida oldin ko'proq gaplashardim, lekin hozir milliy kontent rivojlangani uchun, so'z erkinligi paydo bo'lgani uchun men o'zbekcha gapirishni qaytanga o'zimga ustunlik ko'ryapman. Los Anjelesga borsangiz, men uzr, biz bo'laman. Los Anjelesda anaqa bor. Korean anaqa bor. Village bitta rayon, townda endi town. Yo'q, kirsangiz ingliz tilini bilmaydigan menyu kalis tilida, ko'chada hamma yo'q kalis tilida, hamma yo'q kalis tilida. Shunaqa bir unaqa. Hind shunaqa bor. Chinatownlar bor. Kelib hech qaysi amerikalik, "Ey, sen bizani aniga xristian davlatdasan. Yo'qot bu anaqa Xitoy yoki kalis tilini demaydi." Chunki bu yerda bozori, viviskani, anaqani nima deydi? Kod hozir, shahar kodini, dizayn kodi kalischa bo'ladi meniki. Hokim ham gap qolmaydi hech kim. Agarda o'sha yerdagi mana shu yerda yashaydiganlar hokimini o'zi tanlab, hokim kelib aytdi, "Mana ala-bula qilmaylik. Ko'raylik, aytda qaraylik, shunaqa chiroyli ekan. Mana virli gaz bo'lib ketyapti. Shu bayli kavischa qoldaylik, bitta dizayn kod qilaylik" deb hammasi xo'p desa, o'shanda dizayn kodga o'tadi. Hali demokratiyaning belgisi, ya'ni mahalliy kengash, aytaylik shahar kengashi, tuman kengashi kelishib ovoz berib, hech kim kelib ma'lum bir samarali yo'qolib ketyapti, Amerika tili yo'qolib ketyapti, Amerikaning mafkurasi yo'qolib ketyapti degan gapni gapirmayapti-ku. Biz o'sha o'zbeklar intilgan jannat makon joylarda gapiryapmiz. Biz aytyapmiz qaysidir modelda. Lekin o'zbeklar Xitoyga green cardga o'chirib turmayapti. Birinchidan Xitoy bermaydi, ikkinchidan ma'lumot uchun Xitoyda juda ham ko'p o'zbeklar bor. Bor. Yaponiyada ham bor, hamma joyda bor. Biznes bilan haligi ikkinchi blok qiziq. Menimcha baribir hamma savollarga javob topolmasak ham, mayli gaplashib ketyapmiz. Mana ma'naviyat, milliy qadriyat mavzusiga kelsak. Bu aynan siz hozir ochib boshlab berdingiz. O'zi mana qarang, ilgari ham ma'naviyat markazi rahbari bo'lib ishlagan ekansiz, a? O'sha yerda ishlaganman, bo'lim boshlab ishlagan. Ya'ni o'sha ma'naviyat, ma'rifat,
mafkura so'zlarini ko'p ishlatasiz ekansizda, ya'ni ko'rsatuvlaringizda ham ko'rdim. Shu so'zlar to'g'risida sal chuqurlashsak. Bular misol uchun siz hozir ham aytdingiz, Polsha boshqa misollarda ochilsangiz milliy qadriyati yo'qolib ketishi mumkin degan xavflar ko'ryapsiz tushunishim bo'yicha O'zbekistonda hozirgi kunda. Yo'q, Yana qisqacha ketamiz. Bunga qarshi hozir o'sha 5-15 ta sutkalar beryapti. Qaysimga? Blogerlarga, bizning milliy nimalarimizga qarshi, ma'naviyatimizga qarshi, milliy qadriyat degan narsa bu o'lchovli narsami? Milliy qadriyat qanday deganda o'lchanadi u? bu islomiy milliy qadriyatmi? Yashang. O'zbekonami yoki svetskiy nima? Dunyoviymi deganda bir tomondan biz Mubashshir Ahmadni qamaymiz. Yoki lazzaki Bu bizning islomiy qadriyatni anaqasi, namoyandasi. Bir tomonlama biza mini yubkada kirib ishtonsiz metroda yurdi deb uni 5 sutkaga qamaymiz. yoki ko'p millatli jamiyatmiz deb boshqa joydan gapiramizki, biz tolerant jamiyat. Qaysi bir milliy qadriyat? Shuni sal tushuntirib bering. Biz real tushunmaymiz. Juda yaxshi-da. Juda tushunmaymiz. Endi sizlarga bitta tavsiyam. Endi siz o'qigansiz, bir siyosatshunoslikka kiring deb o'qing. Xo'p, hozir hali siyosat kratologiyani o'tsam, darrov geosiyosatga o'tib ketyapsiz. Geosiyosatda gapiradigan xalqaro siyosatga anaqa dars o'tayotgan paytda o'z metodikasi bor-da, muayyan bir masala o'tiladi. Siz bilan ushlab turing. Men o'yladimki, qaytangi siz chapga, o'ngga boshqa mavzuga kirib ketdingiz deb o'yladim. Yo'q, men o'sha olib kelayotgan narsa. Markaz anaqa dushaydi. Bitta narsa borki, davlatchilik aynan shu muayyan bir milliy qadriyatlar asosida tuziladi. Yaxshimi, yomonmi, bu masala asosiy chiqadi. Ya'ni mafkura nima? Mafkura bu mamlakat milliy manfaatlarini qobig'i. Kartoshkani artamiz-ku, shu qobig'i. Odamning terisi bo'lmasa o'lgandek mafkura qaysi tomonda kerak? Yaxshimi, yomonmi? Nima? U fashistik Germaniyada bo'ladimi, oligarx liberalizm Amerikadagi bo'ladimi, konfutsian Xitoyda bo'ladimi? Mafkura kerak. Mafkura nima qiladi? Shu millatni saqlab qolishga. To'g'ri aytyapsiz. Misol uchun qaysi tilda gaplashish biznes e'lon qilmaydi. Misol uchun Ipak yo'li paytida men bilaman, o'sha katta shaxslar ham 7 ta tilda bemalol gaplashgan. Arab tili, fors tili, xitoy tili, rus tilida mana shu nima bo'lgan? Bizning nonimiz bo'lgan. Nima bo'lgan? Chunki Ipak yo'li o'tgan bir masala. Lekin shu bilan birgalikda bizning milliy qadriyatimiz. Endi yana bitta narsa borki, mafkura bu jamiyatni birlashtirib turadi. Mafkura degan ideologiya deyapmiz. Mafkura ideologiya bu jamiyatni birlashtirish kerak. Ayirish kerak emas. Bugungi kunda masalan uchun nima deganim, urush bo'ladigan bo'lsa, ilgari asosan qurol kuch bilan. Bitta armiya kelyapti, ikkinchisi faqat qurol kuch bilan nima qilgan. Mana endi deylik o'sha 18-19-asrlardan boshlab genshtablarda mafkurachilar paydo bo'lgan. Xo'p, dushman armiyasini yo'qotmoqchimiz. Nima qilamiz? Hammasi 100% jipslashganmi, yo'qmi? Bundoq qarang, milliy jihatdan nimaga hukumatingga bo'ysunasan deydi, diniy jihatdan nimaga san unga anaqa qilishing kerak, yoki san liberalistsan nimaga san kommunistga anaqa qilishing kerak deb mafkura tarqatib jamiyatni parchalaydi. Natijada jamiyat parchalanadi degani davlat o'zining funksional vazifasini bajara olmaydi. Shuning uchun bugungi kunda ko'plab joylarda aynan xuddi shu axborot mafkuraviy urush olib boruvchi markazlar mavjud. Yumshoq kuch. Ya'ni bugungi kunda mana qattiq kuch hard power, urushga soft power jo'zimni isirda mafkura isir zo'rmi, Amerika zo'rmi degan bo'lgan va nima yutdi. Bugun smart power. Xo'p, aytayotgan mana hozir siz aytgan hamma gaplar o'zingiz bilgan bilan bu smart power elementlari. Mana bunaqa so'z erkinligi u yoqda bor ekan, bu yoqda yo'q ekan degan masala haqiqat aytyapsiz. Lekin ikkinchi bir jihatdan bu qaysi ma'noda mana shu davlatning ichki fundamentini yo'qotishga harakat qilyapti. Xo'p, bu endi mafkura nima kerak? Qanday kerak? Masalan, deylik, mana bugungi kunda globallashuvga qarshi mana savolingizga javob integratsiya kerak bo'ladi. Mintaqa integratsiya. Mana Yevropa ittifoqi mintaqalashdi. Mercosur bor yoki Shimoliy Amerikaning nimasi bor, ASEAN bor. Ya'ni kichkina davlatlar birlasha olmaydi katta davlatlarning iqtisodiyotiga. Ular birlashish kerak. Mana endi birlashayotgan paytda ana shu mafkura katta rol o'ynaydi. Mana mafkura birinchidan o'sha milliy qadriyatlarni nima qilish kerak? Ikkinchidan mintaqani savoliga javob berish kerak. Uchinchidan aytayotgan din boshqa. Mana misol uchun, biz ham alhamdulillah musulmonmiz. Lekin diniy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, Saudiyada ham musulmon, Eronda ham musulmon, Afg'onistonda ham musulmon. Bizdan nima farqimiz bor? Yoki Turkiya xalqlar deydigan bo'lsak, farqlanishimiz kerak deb aytyapsizmi? Diniy Yo'q. farqlanishimiz kerakmi? Men hozir yo'qotgan narsamki, bizni mana men bilmayman. Hozir aytayotgan narsamki, bizni mana shu mafkurani yaratishimiz kerak. Bizda hozir yaratish 30 yil yarata olmadik hali. Endi bu murakkab masala. Masalan, bizda hozir liberal mafkurasi ustun. Prezident ham liberal mafkura, bosh vazir ham liberal mafkura, partiyada ham hammasi liberal. Liberal bu Amerikaning mafkurasi. Tasavvur qiling, Amerikada kongressida ma'naviyatchilar partiyasi chiqib yutib, ma'naviyatchilar partiyasidan AQSh prezidentligiga chiqdi. Mantiqsizlik.
Amerikada ham liberal mafkura inqirozga uchrab, mana Trampni kelishi bu как раз odamlar liberallikdan Neoliberalizm. Xo'p, mana yangi so'z aytyapmiz. Neoliberalizm. Bor, buni inkor qilmayman, lekin mana buni o'zgartirish kiritamiz degan holatlar. Yo'q, qarang, mana mafkura degan narsa, demak, bu bir konkret hujjat bormi? Uni kimdir tasdiqlash kerakmi? Vazir, O'lchanadigan bosh narsami vazir, yo'q? Mana bizda prezident mafkura yoki deganda xalq. maktabga kelayotganda prichoskani o'lchaydi, noskin, anaqa bu ham mafkurami yo'qmi? Mafkura bilan boshqarishni urinish ko'rinishimi? Hop, masalan deylik, G'arbcha kiyinma degan masala bilan. endi Galstuk taq. Yo'q, Yo'q, g'arbcha masalan, kiyinma emas. Yo'q. Rasmiy kiyingan universitetga deyish bu mafkurani belgisimidi? 90-yillarda. endi bir tomondan 2000-yillarda. yaxshi savol berdingiz. Misol uchun mana har bitta narsani o'zini qolipi bor. Amerikada haqiqatdan yalang'och yurish ham mumkin. Misol uchun mana Germaniyada yozda 3 tami 4 ta qiz Yurish mumkin. yalang'och tramvayga chiqqan, nudizm politsiya plyajlari. tutgan, biza xohladigan inson huquqlari qo'yib yubordi. Tasavvur qilasizmi? Yo'q. Uzr so'rayman, sizlarni qiz yili yo ayol yili yalang'och tramvayga chiqman xohladim desa, liberalizm Kechirasiz, mafkurasi. Bu unaqa narsa yo'q. Ularda jamoatchilik tartibini buzish degan shtrafi bor. Siz yalang'och faqat nudist plyajga borishingiz mumkin. Lekin shaharda Yo'q, Germaniyada bo'lganini man aytyapman-da, Yo'q, faqat yo'q, sifatida aytyapman. mana endi bilmadim, tekshiraylik. Har bir o'sha biza Dress demokratiya kodlar bor, sizda magazin Yo'q, ayrim joylarda deydi, misol uchun Britaniyadagi kollejlarda bittasida dress kod bor. Mana shu kiyinasan, nimasi bor, sen kirmaysan yalang'och degan joy bor. yurolmaysiz Yevropada, Xayrul aka. Bu shtrafi bor. Bu chunki jamoatchilik tartibini buzish hisoblanadi. Endi yalang'och degan umuman kiyimsiz faqat plyajda nudistlarning joyida mumkin. Bizda aytadi, shunaqa banya bor, faqat yalang'och yurish mumkin deydi. yoki Bu ham bozor iqtisodiyoti. Nimasi bo'yicha, ha, bozor iqtisodiyoti. Shunga qaytaylik. Mana mafkuraga qaytaylik, ha. Mana yaxshi Rossiya SSR qulagandan keyin, kommunistdan keyin hali ham Putin mafkura qila olmadi. Nimaga deb savol bersangiz, masalan, bolsheviklar pul uchun urushmagan. To'g'rimi? Ular mafkura uchun. Mafkura uchun, butun dunyoda Ittifoq revolyutsiya. qilayotganlar, masalan, Tolibonlar, boshqalar, bular mafkura uchun qilayotgan. Qaysidir mustaqillik uchun urush bo'lgan paytda bu mafkuraviy urush bo'lgan. Lekin hozir Rossiyada faqat pul uchun urushyapti. Hamma soldat. Bitta agar istisno 0.01% bo'lmasa, qolgan hammasi faqat pul uchun. Faqat katta pul uchun urushyapti. Bitta ham rossiyalik mafkura uchun urushgani yo'q. Ya'ni bu degani Rossiyada mafkura bizanigi siz aytayotgan narsa duxovniy skrepi degan sunniy narsani qila olmayapti. Chunki cherkov ham hamma korrupsiyaga, hamma narsaga ulanib, o'sha nafratlanyapti odam. Rossiya qila olmayapti. Juda zo'r politexnologlar bor. Juda falsafa, Dugin-buginlar harakat qildi. Bo'lmadi. 30 yil. O'zbekistonda harakat ham qilgani yo'q. Nega? Chunki bular o'zlari tushunmayapti. Islomga asoslanib qilamizmi? Chunki nimaga yana asoslanib qilasiz O'zbekistonda? Chunki hamma narsa shariat ustida qilingan narsalar-ku bizda. Kiyimimiz, ovqatimiz, ota-onaga qarash va hokazolar. Bu tangrizm emas-ku bu bizda. Yoki shamanizm emas, to'g'rimi? Xo'p, lekin shuni fundamentni chopib o'tiribdi yana hozir. O'zini. O'shanga nima degani mafkura, nimaga siz universitetda nima ish qilgansiz? Qaradim, zamestitel po anaqa. Duxovniy prezident. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha. Bu qanaqa o'lchanadi o'zi? Nima ish bu? Nimaga butun dunyoda bunaqa narsa yo'q? Bizda bunaqasi bor, siz inson sifatida, grajdanin sifatida buni qopni kiyib, nima ish qilgansiz va buni manfaatli deb bilasizmi, yo'qmi? Shuni tushuntirib berasiz. Yaxshi savol berdingiz, barakalla. Birinchidan mana hozir o'zingiz savollaringizga javob berdingiz. Biza kimmiz degan narsa. Bu integratsiyaga asos soluvchi. Haqiqatda biz o'zbeklar deydigan bo'lsak, atrofimizdagilarni itaramiz. Tatarlar bor, koreyslar bor, ham ichki jamiyatda yana bo'linish bor. Tojiklar bor bizda. Biz turkiylar deydigan bo'lsak, o'zbek emas turkiylarimiz deydigan Tojikiston haqiqatda tushib qoladi. Xo'p, endi hali diniy deydigan bo'lsak ham qaysi markaziy Osiyo mintaqasida qattiq bor. Shiya, Samarqandda haqiqatda shiya sunniylar bor. Musulmonlar yoki Tojikistonda haligi otashkada, haligi quyoshga sig'inuvchi nimalar bor-da. Masalan, mana bu bugungi kunda mafkura nima ishlab chiqilishi kerak bo'lgan narsa. Agar biz haqiqatda xohlaydigan bo'lsak, shu mafkurani yaratishimiz kerak. Lekin men bilmayman. Mana siz hozir aytayotgan narsalar jamiyatni birlashtirish kerakmi? Jamiyat Amerika. Mana biz kim deydigan savolga javob. Amerika birlashgan-u, qanaqa mafkura bor o'tda? Siz Pul mafkurasi. bor. Pul mafkurasi. Siz ham bundan oldin aytdingiz, O'zbekistonda ham pul mafkurasi dedingiz, a? Yo'q, mana hozir singib ketdi. Mana pul mafkurasi bizga ham hozir haqiqatda singib ketdi. Qarang, Xayrul aka, Amerikada bu juda katta soddalashtirish deb hisoblayman. Pul mafkurasi faqat yuradi deb. Masalan, Flagni qo'yib qo'yib, hammasi turib ertalab
u pul uchun emas. Uyda flaglar qo'yib qo'yish, skautlar, komsomol, ularga o'xshagan narsalar iborasi bor. Amerikada ham Mana liberty, freedom and Volunteer. pursuit of happiness deydi. Ya'ni erkinlik, misol uchun erkin freedom, ozodlik, ozodlik, erkinlik va baxtli hayotga intilish deydi. Intilish. Ana ularni etiklik qadriyatlari. Lekin keling tushunib olaylik, qadriyat bilan mafkura bitta narsami yoki har xil narsami? Norvegiyada yo'q bunaqa narsa. Misol uchun umumiy insoniy qadriyatlar Amerikaga borsangiz, mana o'sha Will Smithning kinosi esingizdami? В поисках счастья. Juda zo'r film. Haqiqatan oddiy anaqa stajyor bo'lib Wall Streetda boyib ketadi o'qigani uchun kitob. Ya'ni ularda kitob o'qish bu qadriyat juda kuchli. Universitetlarga kirib bilim olish u ham qadriyat. Yakshanba kuni borib qariyalarga yordam berish bu ularda qadriyat. Misol uchun charity work, ya'ni to'pato'g'ri xayriya ishdan keyin bepul borib turib nogironlarga yordam berish, u ham ularning jamiyatning qadriyati. Lekin mafkurasi emas. Berish katta universitetlar milliard. chunki soliqdan ozod qilinadi deya. Anaqa, Juda richak shunaqa ishlanganki bordi. 70% berib yuboradimi soliqdan olish. Unaqa 10% beradi. Nima deydi? Xo'p. 70% berib qo'yapti-ku. Anaqacha Bill Gates, Melinda Gates bor boyligini beryapti. Ya'ni ular aytmayapti men soliq qilganim uchun. Borini berib yuboryapti. Soliqdan imtiyozlar olinadi. Mana bitta narsa. Bor, butun bazasi bor-u, etiklik $100 milliard bor. Hammasini berib yuborgan. U nima uchun? U ham soliq uchunmi? Xo'p, haqiqatda Amerikada mana bizga qaytamiz. Talabaga. O'zbekiston, mana biz ko'ryapmiz dunyoda qanaqadir davlat tomonidan singdirilayotgan universitetlarda o'tda harakat qilib ko'rdi demokratlar, o'shaning uchun chopildi. Masalan, mana universitetlarda o'tda davay zеленый повестка LGBT qilgani uchun. Lekin mamlakat Gitler, Putinga o'xshab, Mussoliniga o'xshab davlat miqyosida harakat qilayotgani ham yo'q. Norvegiya, Finlandiya, aytdik, tam Polsha va hokazo. Lekin Polshada mana ularda xristian ichki xalqning ideologiyasi bor. Davlat tomonidan emas. Bu yakshanba kuni cherkovlarga borib oilaviy. O'zbekistonda nega mana shu men o'ylaymanki, kommunistlar hali ham kommunistik ideologiyani faqat nomini o'zgartirib tiqmoqchi hamma yoshlar. Ma'naviyat, ma'rifat, mafkura deb turib. Bu haqiqiy Amerika mafkurasida O'zbekiston mafkura kommunistlar qolmagan o'sha. Kim kommunist? Hozir hamma 80dan o'tib ketgan emas. Yo'q, mana xayrlaka xafa bo'lmang, bu bahs-ku, bu intellektual. Yo'q, unaqa qilmadi. Sizda Sovet ittifoqiga ma'lum bir simpatiya sezdi. Yo'q. Ilgari, masalan, gaplaringizda, anaqa intervyularingizda. Yo'q, to'g'ri, maktabda yaxshi bilim olganman. Aytaylik, mayli. 90-yilda o'qidim. Yoshlikni уже yo'qolgan. Ustozlarim qilish normal narsa, lekin mana siz aytayotgan mafkura tushunchasi mana bizani konstitutsiyamiz 12-bobida yozilganki, davlat mafkurasi bo'lishi mumkin emas degan. Siz baribir mafkura bo'lish kerak deyapsiz. Yo'q, men siyosatshunos sifatida aytyapman. Yo'q, mayli, lekin men davlat organlarida emas. Давайте biz hozir не будем перебивать. Mana siz 5-6 ta tezisni argument keltiring. Nega mana mafkuraviy biza salbiy davlatlarni ko'ramiz. Koreyani bu tomoni tam shimolida bular yaxshilikka olib kelmayapti. Italiyada bu fashizmga olib keldi, Rossiyada bu diktaturaga, anaqa duxovniy skripka so'zlashda qilib. Mafkura vazirligi yo'q degan, ya'ni singdirilmaganda rivojlanib yotibdi. Nega O'zbekistonga mafkura hali ham kerak? Qanaqa deb o'lchaysiz? Agarda men fuqaro sifatida sizdan norozi bo'lsam, 5 sutka berishga siz tarafdormisiz? Haqqingiz bormi degan savollar. Xo'p, endi bu masalada emas, nazariy jihatdan yondashiliga, misol uchun Amerikada James Bond qonuni bor. Mafkura AQSh propagandasi, propaganda mafkura bilan bevosita bog'liq. Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari propagandani shug'ullanadi. Xavfsizlik kengashi Sobezda ichida alohida bir bo'lim bor propaganda. Gollivud misol uchun mana haligi Sher yurak deymizmi, osmonga uchadi, freedom deydi, kallasini olib tashlaydi, yo hali nimada freedom, ozodlik deydi, raketa uchadigan bo'lsa, bu mafkura, liberalizm mafkurasi hamisha singdiriladi. Okay. Ikkinchi jihatdan misol uchun Amerikada oliy o'quv yurtlarida yo'q deysiz, tutorlar bor. Mana men talabaman, kontrakt to'lashim kerak, menga imtiyoz bo'lishi uchun, men bayrog'imni ilaman, yo qanday soliqda imtiyoz bo'lishi uchun shu jihatdan mana shunday ko'rsatib, men Amerikani qo'llab-quvvatlayman, fuqarosiman, mana men haqiqatda yaxshi bo'laman deydi, ularga qaysi ma'noda iqtisodiy imtiyozlar beriladi. Amerikada shunaqa deb. Amerikada shunday hisoblangan emas, o'zim borib ko'rganlarimni aytyapman. Yo, bayroqni. Ya ikkinchi jihatdan bilim jihatdan o'qigani, bu o'sha hammasi yoziladi, social nimalarga yana e'tibor olinadi. Yana bitta jihati bor, haligi Koreya, Janubiy Koreyaning diplomatlari haqiqatda ta'tilda ko'p kelishardi, aytishardi, bizga nima qilmaydi, biz milliy qadriyatni yo'qotib bo'ldik. Esingizda bo'lsa, Koreya yo'nalishini olgan edik-ku.
koreyslarning o'zi aytadi, bizni to'g'ri rivojlandik, lekin milliy qadriyatni yo'qotdik deydi. Ну, okey. Biz rivojlandik, milliy qadriyat yo'q. Ну и fix с ним. Balkim Xayrilla aka, milliy qadriyat bu o'zgaruvchan narsadir. Chunki mana Masalan, K-pop hozir milliy qadriyatlarni saqlab qoldik-da, balki Koreya. Narigi saqlab qoldik, hammasi qashshoq. Siz qanaqa menga hozir tanlov qo'yapsizmi? Lazizjon milliy qadriyatlarni olib qashshoq bo'lgan yoki boy bo'lmoqchi bo'lsang, milliy qadriyatlarni yo'qotib qo'yasan desa, vam kolbasa desa o'zi kolbasa. Kolbasa deysa, masalan, e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizada Medvedevning gapini aytyapman sizga. hech narsa tutayotganim yo'q. Men sizga boshqa fikr aytaman. Masalan, mana bizada bir ahmoqona uzr so'rayman, ertalabdan haligi potensiyalni kuchaytiradigan reklamani o'zbek qizi reklama qilyapti. 1 soat emas, 1,5 soat reklama qildi. Yakshanba kuni. Normalda, masalan, ikkinchi reklamani aytaman, haligi bittasi bola anaqa kirib prezervativ otadi, otasi kelyapti qizi bilan, qizi ada, men o'rtog'im bilan dars qilgan ketaman, ertaga kelaman, xayr. Bizda shuni ko'rsatyaptimi? Ha, O'zbekiston ommaviy xitoylarida. Eng asosiysi O'zbekiston 24 kanalda ko'rsatyapti. Ha, xususiylarni aytayotganim yo'q. Tasavvur qiling, uzr so'rayman. Mana liberalist boshqa, adam liberalistman, uzr, men ertaga anu. Men deyman, bunday so'kadi. Men o'zi diktatorman, realni. Aytmanda, masalan, mana sizga qizingiz kelsa, uzr so'rayman. Qizingiz kelib, adam, anu bola bilan ertaga dars qilmoqchiman, prezervativ olgan, xotir olmayman desa. Biz uni qalbasa deysizmi? Ha, mana ma'naviyatga yana bitta anaqa chiqadi. Bu oilaviy tarbiya aka. Kechirasiz. Oilaviy tarbiya nimani himoya qilyapsiz? Qadriyatdami? Oilaviy qadriyatimi? U faqat sizda, yo'q, bitta faqat sizdan oilaviy qadriyat, yo'q, millatdanmi? Mana elementar case sizga. 2 hafta oldin, 1 oy oldin hozir hamma sotsial medyada qolib ketdi. Ota bolasiga Qur'on o'qiyotganini Instagramga qo'ydi. Bolasiga Qur'on o'qiyotgani. Qur'on taqiqlanmagan kitob. Qur'on o'qiganini Instagramga qo'yganligi uchun shtraf solindi. Mana sizga qadriyatlarni saqlash. Yo'q, bu qadriyatlar emas, do'stim. Qadriyat boya aytayotgan narsam urf-odat, qadriyat, an'ana, tarix, til. Nimaga asoslanyapti? Dini ham shuncha kiradi. Yo'q, endi uni qamagan odamga borib savol bering. Nimaga asoslanib qamayapsan? Bitta rasm qo'yganing, balki bitta boshqa narsa, siz bilan biz bilmaydigan narsa. Yo'q. Tushuntir oldimmi? Misol uchun bunaqa narsa yo'q. Mana bu uyda Qur'on o'qiyman yo boshqa bir masala bu masala. Qur'on o'qishingiz mumkin ekan. Instagramga qo'yishingiz mumkin emas ekan. Endi uni o'sha kim qo'ydi? Uni o'shanga savol bering. Men qadriyat sifatida aytaman. Asos bor. Bir narsani bir fan deb qaraylik. Qadriyatlar ikkita anaqa tik qilib, mana kompaniyada ham, bizning universitetda 5-6 ta qadriyatlari bor. Biz buni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Mission, vision, strategiya, qadriyatlar. Chunki bu missiyani ustuni qadriyatlar. Kompaniya, oila, xristian oila o'zini xristian qadriyatlarini qiladi, to'g'rimi? Buddistskiy, islomiy, ya'ni shiya, kimdir aytishi mumkin, O'zbekiston ota-onamni yoqmoqchiman deydi. Nimada? Krematoriyda. Okey. Ota-onani yoqish bu bizning qadriyatlarga to'g'ri kelmaydimi, keladimi? Shuning uchun biz konstitutsiyada yozib qo'yilgan bu mafkura bo'lmasin deb balkim. Lekin mafkura bo'lmasin deb yozilgan, lekin butun go'sapparat mafkurani singdiryapti. Yo'q, yana bir aytaman, har bir mamlakat milliy manfaatini himoya qilish uchun targ'ibot, tashviqot ishlaridan foydalanadi. Bu propaganda bor. Mana xuddi shu narsa bu konstitutsiya yozilgan, yozilmagan qat'iy nazar hamma joyda bu narsa amal qiladi. Tamom. Ishlab chiqaradigan kim bu odamlar? Milliy hozir mafkurani o'ylab, kim buni qiladi? Qaysidir odam tepada? Har bir davlatda o'zini muayyan bir funksional vazifalari bor. AQShda bor, Rossiyada bor, anaqa konsepsiya nima deydi? Informatsion ideologический безопасность deymiz. Umida художникga anaqa уголовное дело qilingani, nimani оскорбление чувств anaqa xalqda maslahatchida. Xalq yo'q, nima bo'lgan? Rasmga olgan qishloqlarda shu Karimov paytda keyin uni sudlangan, xalqda haqoratladi degani. Shunda hech kim advokatlar cho'magan. Xalq kim bu? Nega qaysidir inson xalqning nomidan bunga so'roq beryapti? Ha, esimda bor, Gollandiyaning hukumatidan pul olib shuni tayyorlagan. Какая разница, kimdan pul olgan? Kechirasiz. Кто платит, тот и заказывает музыку. Xalq, yana bir marta. Bu biza o'ylab olishimiz kerak-da. Mana qonun, mana reglament. Xo'p, bitta savol. Gollandiya nimaga pul berdi? Distributorning puli ko'pincha atiga 3 ta joyda muzlanib yotadi. Eng asosiysi aynan 3-chisi. Birinchisi ombordagi ortiqcha qoldiq. Tovar bor, lekin sekin sotilyapti yoki umuman sotilmayapti. Ikkinchisi mijozlar qarzdorligi. Tovar ketgan, lekin puli hali ham qaytmagan.
Uchinchisi, asosiysi nuqtalardagi noto'g'ri assortiment va polka nazoratining sustligi yoki yo'qligi. Bir do'konda keraksiz tovar to'lib turadi, boshqasida esa aynan kerakli tovar yo'q bo'ladi. Shu payt xaridor sizni kutib turmaydi. Raqobatchining mahsulotini sotib olib ketadi. Eng xavflisi, bu yo'qotishlar har doim ham darrov sizga ko'rinmaydi. Lekin aynan shu 3 ta nuqta aylama mablag'ini sekinlashtiradi va foydani umuman yutib yuboradi. Linkoda bu muammolarning har biri uchun alohida yechimlar bor. Biz sizga ombor qoldig'ini nazorat qilish, debitorlar qarzdorligini kuzatish va nuqtalardagi to'g'ri assortimentda hamda polka nazoratini ta'minlashga yordam beramiz. Demo versiyani olish uchun izohlarda SFA deb yozib qoldiring yoki bizga aloqaga chiqing. Mafkurani kim va qaysi o'lchovlar bilan ifodalar bo'lib singdirilsa bo'ladi. Qanaqa bu narsa? Hop, mafkura Kimning haqqi bor? Banga Vakolatli organ kim? Sudmi, palonchi vazirlikmi, ma'naviyat markazimi? Bu yerda belgilash emas. Bu yerda asosan targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borish kerak. Kim olib borish kerak? Kim olib borish kerak? Buni muayyan bir organlar. Ya'ni davlatning milliy manfaati bor va xalqqa milliy qadriyatlari bor. Shuni uyg'unlashgan holda bir strategiya ishlab chiqish kerak bo'ladi. Va shu narsa himoya qilinadi. Yaxshimi, yomonmi, bu mana shu bizning tushunchamiz hali sizlar aytayotgan mafkura emas, balki davlat siyosatining qobig'i o'sha mafkura bo'ladi. Bu harakat oldingi yili bo'lgan duxovniy komitet blogerlarga biror narsani chiqarishdan oldin komissiyadan o'tish bir harakati bilan keyin admin qilib olishgan. Senzuraga o'xshagan. Yo, bu narsa. Yo, bunaqa narsa emas. Bunaqa narsa emas. Aqliy jihatdan nima qilish kerak? Men masalan uchun mana o'sha aytmoqchi bo'lgan narsa Amerikani tarix kitobini maktabdagi farzandingiz o'qigan bo'lsa, Misr piramidalarini yahudiylar qurgan. Men buni yahudiylar qilgan, buni yahudiylar qilgan deb haligi bizga maktabdan singdirib boriladi. Qaysi Misr piramidasini yahudiy qurgan? AQShga borib maktab kitobini o'qib. AQShda maktab kitoblari ko'p. Endi Ularda yagona bir qanaqa endi bu yo'q, endi aytmoqchi bo'lgan narsamki, prosta misol sifatida aytyapman. Endi mana misol uchun bizada qanday, yo'q, boshqa davlatlarni olib qaraydigan bo'lsak, har haftada mana Sovet ittifoqida. Misol uchun Leninning tug'ilgan kuni 22 aprelda. Misol uchun velosipedist matematikani ochasiz, velosipedist Lenin ko'chasidan A nuqtadan B nuqtagacha, ya'ni inson ongiga qandaydir qadriyatlar nima qiladi, singdiriladi. bu yaxshimi? Davlat manfaati uchun yaxshi. Davlat tinchligi, xavfsizligi, barqarorligi uchun yaxshi. Nega unda Lekin jazolash emas. Uni o'sha maktabdan kichkinaligina qulab ketdi shunday buyuk Sovet davlati. Chunki Leninga ishonmay qoldi-ku 90-yilda. Mana endi mafkurani yo'qotish bir jihatiga e'tibor beringda. A davlat bilan B davlat urishyaptimi? Mafkurani ildiziga bolta urishgan. Lenin kim bo'lgan? Xotinboz bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan, bu bo'lgan. 90-yilda bizga hech kim bermagan. Biz rasmiy kimga qaraganmiz? Biz Vaykomda g'oddayib, mana shu ikkita xotinlik olgani, poraxo'rligini, o'zi kommunist kesi ham yo'qligini, davlat mana shunaqa 200lamachiligini ko'rib, 200lamachilik o'zi mana bu Amerika 60-yilda 200lamachilikni ko'rmaganmi xalq? 70-yilda ko'rmaganmi shu 200lamachilikni xalq? Diktatura bo'lgan-ku, totalitarizm bo'lgan-ku. Bu aytmoqchi bo'lgan narsamki, o'sha so'z erkinligi, tosh teshdi. Xayrliki, so'z erkinligi bo'lmagan davrlar bilan taqqoslayapsiz-da, hozir siz Leninni misolini keltiryapsiz. Nahotki biza boshqacha bir yangicha konstruksiya o'ylab topib olmasak. Masalan, o'zi konstitutsiyamiz, masalan, asosiy qonun, asosiy qomus va qadriyat belgisi bo'lish kerak emasmi? Konstitutsiyada hamma siz aytgan narsalar yozib o'tilgan-ku. Boshqa din egalarini hurmat qilish, so'z erkinligi, misol uchun o'sha siz aytgan ko'p millatchilik, ko'p millatlilik, demokratiyaning tamoyillari mafkura emas. Yo, aynan 12-statiyada mafkura bo'lmasin deb aytilgan. Chunki biladiki, bu baribir ertaga palonchi vazir mafkurani mamlaqa tushunadi, siz boshqacha tushunasiz. Bu narsanichi interpretatsiya qilish yo'llari juda ko'pda. Uni kim xohlasa, aytaylik o'sha bir paytlar esingizda bo'lsa, Naskining uzunligi bo'yicha mafkurani belgilashdi. Bu absurd edi-ku. Yo'q, bu hech qayerda hech kim aytmagan, mafkura uzun bo'lsin degan ko'rsatmalar bo'lmagan. Yo'q, mana hamma o'zi interpretatsiya qilish. Interpretatsiya nimasi bor? Bu interpretatsiya yomonligi shunda-da. Biz aytmoqchi bo'lgan narsa, interpretatsiya hamma davlatda bor. AQShda ham, Janubiy Koreyada ham, Shimoliy Koreyada ham, Afrikada ham hamma joyda interpretatsiya bor. Agarda mana shuncha shunda xalq o'zi, mana biz O'zbekiston kommunistik davrda bo'lganda ham dinsiz, xudo yo'q deb maktabda o'rgatilgan, lekin har bir oila qizini nikoh qilib, kommunistda keyin zaksga borgan.
otasi o'lib qolganda Bekitib bo'lsa ham. qabristonga janoza o'qib keyin qilishgan, to'g'rimi? Kommunistik davrida boqiralik bo'lish, bo'lmaslik haqida SSRda anaqada yozilmagan. Komsomol bunaqa bo'lish kerak, bo'lmasligi kerak. Lekin o'zbeklarda ruslarga nisbatan qanaqa bosim Hozir o'tkazmasin? qadriyat bilan mafkurani aralashtiryapsiz-da, do'stim. Xo'p. Qadriyat bilan Bu mafkurani madaniy bu uyg'un, men aytaman, tarix, urf-odat, qadriyat, tili, dini, bular hammasi yagona. Va bularni kleyi yopishtiradigan narsa mafkura bo'lishi kerak. Tushuntir oldimmi? Qarang, endi Mana men bu narsa targ'ib qilinishi kerak. Qaysi ma'nodaki, targ'ib qilingan paytda borib boshiga do'pposlash emas, balki kichkinaligidan tushuntirish. Mana o'sha oilada din singdirilgan. Kommunistik davlatda ham bu narsa singdirib borgan. Men hozir mani mafkura chiqib qo'yasizlar. Men hozir uni sizga tushuntiraman deb. O'zingiz mafkurachi qilib Da, qo'yasiz. Men savolim edi-da. Endi xohlasaki men hozir yo'q deydigan bo'lsam, men tushuntirman. Mafkura bo'lmasa, jamiyat firqalanib ketadi. Firqalangan savolim, davlat, siz jamiyat nima ish fuqarolar qildingiz? urushi yo qandaydir bir krizis holat yuzaga keltiradi deyapman. Mana siz zam vektori bu katta pozitsiya-ku. Nima qanaqa qilib siz kontrol qilgansiz shu madaniy duxovniy Shu plastik narsani nima qilaman? Buni men agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, talabalarimdan so'rasangiz bo'ladi. Birorta bitta talaba bu yomon odam bo'lgan deb aytmaydi. Birinchi jihati. Ikkinchi jihati, men bolalarning ichida yurganman. Mani asosiy vazifam как psixolog sifatida, mana o'sha ma'naviyatchi deymiz ham boshqa nima degan bo'lsak, o'sha talabalar bilan suhbatlashganman. Bolalar bo'lardi, o'g'il bolalar kelib yig'lardi. Men uni ko'ndirishim kerak, ko'ndirish bilan ovutishim kerak. Kezikanda diniy masalalarni gapirardim. Menga anaqa sabr bersa. Xayrlika, sizda psixologik ta'lim bo'lganmi? Sizda o'zingizda Men endi tajribam bor deyman. Endi ko'rdingiz, sizda lekin psixolog uchun biza well-being Men savol berdilarda yo'rg'alardan qo'yasizlar-da, fikr bilan javob berib oling, maylimi? Mana endi bu yerda to'g'ri, misol uchun davlat tadbirlari bo'ladi. Mustaqillik bayrami, til bayrami, boshqa unga nima o'tkazish masalalari bo'yicha. Keyin deylik, o'sha deylik, o'ziga tegishli bo'lgan soha, axborot texnologiya degan bo'lsa, o'sha axborot texnologiyaga tegishli bo'lgan, masalan deylik, Al-Xorazmiyni sharqshunoslik bo'lgan borib, o'sha kitoblarni olib, nima ish qilganlarini hammasini olib bolalarga berdim, o'qib chiq. Ertaga borgan paytingda urlanasan. Tatu. Mana bolalar kelishardi, oddiy bir narsa qo'l qo'yishga. 3 ta savol beraman derdim. Oson savol. Siz ingliz tilini yaxshi bilasizmi? Men unchalik yaxshi bilmayman. Hikmatga zo'r bo'ladi. Kompyuterni nima deb tarjima qilamiz o'zbek tiliga? kompyuter. Hisoblash bir anaqa mashinkasi. Yo, qarang, kompyuter bu xuddi bir avtomobil degandek. Translate into Uzbek. Bilmaymiz. Yo, bu so'zlar anglitsizm deydi, ingliz tilida, Rus tilida ham, fransuz tilidan. mashina emas, u EVM degan so'z emas, u kompyuter deb aytiladi. Men o'qiganimda EVM edi maktabda. Hozir kompyuter deysiz. Ingliz tilini bilgan odam, ingliz tilini bilgan odam yetardi. Kompyuter so'zi to compute fe'l so'z turkumidan olingan bo'lib, unga so'z yasovchi er qo'shimchasini qo'shish orqali fe'l so'z turkumidan ot so'z turkumini yasaldi va hisoblovchi deb tarjima qilindi. Всё. Okey. Va bu sizning vazifangiz. Mani vazifam emas. Men aytamanki, masalan, men oddiy elementar insonni fikrlashga o'rgatardim. Yo, mana kalkulyatorni ham hisoblovchi desangiz bo'ladi, lekin kalkulyator deysiz. Bu tabiiy holat. Ya'ni siz aytmoqchisizki, chet el so'zlarini O'zbekistonga olib kirish kerak emas. Men uni fikrlashga o'rgatardim. Fikrlashga. Mana aytardim, ingliz tilini zo'r bilasam, ha, bilaman, anaqa yaxshi bilaman derdi. Bu shuni tarjima qilib, просто ради интересно. Bola fikrlaydi. Men ota-onam shunaqa. Hozir ham bormi shunaqa darslik? Men narxozda o'qiganimda ma'naviyat va ma'rifat degan dars bor edi. Hozir yo'q. Nimaga? Ilgari ham bo'lmagan, просто ma'naviyat sohasida bo'lgan. Endi o'z 90-yillarda bo'lgan, hozirgi paytda yo'q. Keyin Karimovedniya derdik. Ana milliy qadriyatlar, ana milliy mafkura 21-asr bo'sag'asida ko'p o'qigan ekansizlar. Yo'q, nimaga u kitoblar unda kerak bo'lmay qoldi? Men hozir so'zimni tugatib olay. Ikkinchi savol berardim, fizika. Men tatuda fizika o'qiladi. Qaysi tildan olingan, nima ma'nosi nima? Boradi, bola ishlashni o'rganadi. Metodikani o'rganadi. Uchinchisi algoritm, axborot texnologiyaning vositasi. Algoritm so'zining ma'nosi nima? Bola oddiy elementar so'zga borib, ana qilib, voy, oka, mana shunaqa ekan deb pishib kelardi. Aka, sizdan keyin kelgan odam shu ishda misol qilmasligi mumkin. Yo'q, men hozir ishlagan ishlarimdan bittasi. Keyin job descriptionda nima bo'ladi o'zbek tilida? O'zbekcha gapiring, job description. Funksional vazifalar, majburiyatlaringiz, vakolatlari, ish vakolatlaringiz nima kiradi? Bu siz biz ko'ryapmiz, siz haqiqatan qadriyatli, yaxshi insonsiz, lekin oylik to'lanib nima ish qiladi zampa ideologiya? Shu birinchi navbatda talabalarning turmush darajasi, ularni hayot kechirishi, yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish. Birinchi bosh vazifa shundan iborat edi.
albatta talabalar turar joyiga joylashish, lekin afsuski talabalar turar joyi yetmas edi, ko'pchilik ijarada turishardi, boshqa narsa. O'shanga qaysi ma'noda muammosi bo'ladi, kimdir kasal bo'ladi, ota-onasi yoki viloyatga kelgan qilish kerak bo'ladi. O'shanda kelib mana shunaqa qilishadi. Men qo'limdan kelgancha nima qiladim, yordam Hozir beraman. ham shu anaqa shu ish bo'lishi kerak, shunaqa lavozim deb o'ylaysizmi? Bu lavozim bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Amerikaning sistemasini targ'ib etaman. Tutor o'tiradi. Men borib, Amerikan yomon degdim, men unga blogerda yozdim 5 cents. Mana shunaqa narsa bilan u keladi. Sen yaxshi bola ekansan, malades, ertaga sen ko'tarilasan, sen nima qilasan? Shunaqa lavozim bor deb hisoblaysiz? AQShdami? Yo'q, Amerikada tutor bormi? Oliy o'quvchilarda? Yo'q, to'xtang, tutor hozir siz aytdingizki, Men shu Amerika tizimidan ko'p o'rganganman-da, shularni tavsiya etganman. O'qigan, biladi. Men aytamanki, shu Amerikadagi tizimni bizga ham qaysi ma'noda joriy etish kerak. Qaysi ma'noda aytamanki, biz hozir ijtimoiy himoya deymizda, talabalarni ko'pincha erkalatamiz. Professor o'qituvchini himoya qilmaydi. Professor o'qituvchi e'tibor bermasa, hozir hammasi o'sha chet elga ketyapti. Nimaga? Oyligi kam. Biz talabani himoya qilamiz. Kontrakt pulini to'lamasin, o'qimasa ham bahosini qo'yib bersin, u bu degan narsalar bor. qarang, ta'lim mavzusiga o'tishdan oldin haligi propaganda so'zini ko'p ishlatdingiz-da. Propaganda bu yaxshi narsami? Davlat uchun yaxshi narsa. Agar biz davlat tinchligi, xavfsizligini himoya qilmoqchi bo'lsak, albatta yaxshi. To'xtang, nima degani? Masalan, propaganda mani o'zimni tushunchamiz bo'yicha bu yomon, salbiy narsa edi. Siz balkim anaqa qilarsiz. Propaganda bu kimgadir bir narsani singdirish mexanizmi. O'sha diktator mamlakatlarni belgisi. O'sha hozir Rossiya buni qilyapti. Gitler qilgan, Mussolini. Zamonaviy jamiyatlarda propaganda vazirligi yo'q, propaganda departamentlari yo'q, senzura qilish umuman mumkin emas. Ularda ma'lum bir siyosatlar bo'lishi mumkin, lekin propaganda so'zini hech kim ishlatmaydi. Aytganingiz emasga James qonunini tashlab berardim, kongressdan olib kelganman. Bir telegramdan yozib yuboring. Hop, nima yozilgan u qonunda? James Bond qonuni o'sha AQShda qabul qilingan. U o'sha 60-yillarda nima deydi? AQShda Xavfsizlik kengashining direktivasi bor, 60/1 o'sha paytda qabul qilingan. O'sha Sovet Ittifoqiga qarshi axborot mafkuraviy urush olib borish deb ataladi. U Amerika birinchi informatsion urushni hali aytayotgan narsani olib borgan. Uni o'rganib chiqib o'sha anaqa qilgan. Biz ham shuni James Bond dedingizmi? James Bond, ha, Chiqmadi вообще unaqa. Menda bor, Amerikadan olib kelgan. So'raysiz, men sizga tashlab beraman PDF formatini. Yo'q, balkim kimdir qachon mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ularda haqiqatda ular vazirlik ham yo'q, boshqa, lekin funksional vazifalar bor. Sobezda bitta odam o'tiradi Xavfsizlik kengashida, shu narsani nima qiladi? Sirovga vazifa beriladi, mana buni nima qilasan deydi. USAID bor, United States Information Agency, bu narsa propaganda balkim shug'ullanadi. qaysidir davlatga qarshi ming xil qurol bor, ximiya, anaqani yomg'ir Endi biz propaganda haqida gaplashyapmiz-ku. Yomg'ir yog'dirish uni ichida haqiqatdan mafkuraviy propaganda quroli sifatida farqi yo'q. Masalan, aytaylik, vahobiylikni Amerikani bu propagandasi emas, lekin qaysidir biror bitta muammoni chiqarish uchun O'rta Osiyoda vahobiylikni sirru orqali ko'paytirish bu, lekin nima deydi? Bu Amerikani propagandasi emas-da. Bu qurol olamiz. Nima bilan buzsak bo'ladi bu jamiyatda? Nima bilan biz xalqning ichida nizo qilsak bo'ladi? Davay diniy qadriyatlarni chopishga harakat qilamiz. Biz qilganmiz Lavrent Saraviyskiy bilan. Endi biz O'zbekistonda qilib ko'ramiz deganda bu Amerikani propagandasi emas-ku. Bu sirruni bir qilamiz. Yo'q, u aynan propaganda. Aynan propaganda. To'g'ri, har qanday davlatda maxsus xizmatlarda maxsus operatsiyalar bo'ladi, qilinadigan ishlar bo'ladi. Siz hozir buni aytyapsiz. Rasmiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, hali yumshoq kuch bilan ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni smart power bugungi kunda mana yangi urush chiqyapti. Smart power bilan ta'sir ko'rsatish. Mana bu men aytayotganim bu smart power. Siz aytayotgan narsangiz u boshqa. Nima u smart power? Smart power mana hozir mana siz aytayotgan narsa просто bitta jumla. Agar ilgari mafkurada mana bizning mafkura zo'r deb aniq qilingan bo'lsa, hozir bitta narsa. Hukumating korrupsioner. Palonchi pora oldi. Bu faktji. Ha, fakt mana shu narsa. Men buni Amerikada olmayapman. Men buni Gazeta.uzdan, Kun.uzdan, O'zbekistondan, senzuradan o'tgan. Mana hokim ushlandi, mana qilindi. Kecha mana nimada chiqib ketdi? Mehnat vazirligini masalalari, bu hokimlar, prokurorlar ishga men buni Amerika qilmayapti. Men buni o'zimizning sinfdoshlar, kursdoshlar qilyapti-ku. Bu Amerika prichom bo'ldi. Men Amerikada o'tganim yo'q. Men aytmoqchi bo'lgan narsam bu smart power nimasi? U misol uchun deylik bittasi yozadigan bo'lsa, ikkinchisi nima qiladi? Olib chiqaradi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam bu smart powerni nima chiqaradi? Yo'q, bekitish kerak deyotganim yo'q. Bekitish kerak. To'g'ri, misol uchun buni davlat o'zi nima qilish kerak? Shuning uchun davlatda ham haligi manfaatlarni akkumulyatsiya va akkreditatsiya qiladigan narsalarni ishlash kerak. Bizda ishlamaydi. Agar ishlaganda buni holatlar bo'lmas edi. Poraxo'r olmas edi, boshqa narsa qilmas edi. Misol uchun har doim mana o'sha Rossiyani olib ko'radigan bo'lsak, Pavel Karchaginlar revolyutsiya paytida yemagan anaqa qilgan. American Father Founders. Xitoyda mana o'sha Deng Xiaoping degan bo'lsak, faollar kelib davlatni ko'tardi.
tushuntira oldimmi? Mana bizda shu narsa yo'q. Mana shu propaganda deymiz, mafkura deymiz, mana shu odamlarni shakllantirish kerak. Shu davlat uchun anita yaxshi ekanman, bu yerda tashladim ketdim emas, bu yerda ko'tarishga qaratilgan ideologiyani yaratish kerak degan Mana narsasi bo'yicha. saytlardan o'qib bersam, nima ularda bor? Dezinformatsiya strukturalari bor, ya'ni tashqi davlatlar ularga qarshi dezinformatsiya qilsa, bir payt bizda Polshaga borganda tashqi ishlar vazirligi gapirib bergan edi. Rossiya trollariga qarshi biz dezinformatsiya olib boramiz ishlarni. Ya'ni ularning dezinformatsiyasini aytishniklar o'tirib topar ekanda, chunki ularda Rossiyada haqiqatan bu narsa kuchli, bilsanglar trollda kirib, telegramlarga o'tda bo'tda Germaniyada 1-mayga chiqishadi, anaqalar bilan. Ya'ni ular o'zini rus kun tartibini chiqaradigan mana shunaqa dezinformatsiya agentligi bor ekan. Keyin public diplomacy deydi, ya'ni o'zini siz aytgan yumshoq kuch. Masalan, Buyuk Britaniya aytadiki, bizda deydi universitetlarimiz zo'r deydi, kelinglar o'qinglar. Yoki moliyaviy tizimimiz zo'r. O'sha narsa orqali Buyuk Britaniyani ma'lum bir mashhurligini ta'minlab turishadi. Siz shuni nazarda tutyapsizmi? Shuni. Lekin siz boshqa sovet so'zlar bilan ishlatyapsiz-da, propaganda. Endi bitta narsa deyman, trollar deydigan bo'lsak, bu trollar bilan urushyapti. Siz ya'ni aytmoqchisizki, g'arb mamlakatlarida, rivojlangan mamlakatlarda ham troll bor. U yoqda ham, bu yoqda ham bor. Bu bugungi kundagi xalqlar aytyapsiz-ku, kuchlar urushi xususiyati bugungi kunda qattiq kuch bilan emas, balki bevosita informatsiya urushi. Mana ham shu kasallikka uchragansan Nazirjon, mana sen aytayotgan iboralarda korrupsiya, masalan aytaylik, xufiyona iqtisodiyotda davlat 46% O'zbekistonda xufiyona iqtisodiyot deb tan olib, bu ofitsial bizada chiqyapti. Chunki bu yerda Amerikani kuchi. Men buni borib qo'shnilarimga Men aynan Amerikada o'tganim, har bitta rivojlangan davlat nima qiladi, olib boradi. Bu bizadagi muammolarni agarda biz bekitsak, gapirmasak, bu korrupsiya faqat kuchayib boradi-ku. Bitta savolim bor. Mana hozir gapiryapmiz, korrupsiya bor deyapsiz. Natija qani? Nima qilish kerak? Mana men siyosatshunos, har doim aytaman, ana obyekti, subyekti, predmeti, instrumentariyasi qanday qilsak shu narsa yo'q bo'ladi degan masalani hal qilishga. Faqat gapiryapsiz. Yo'q, men yoshlarga dars beraman, mana bunaqa har xil o'quv nimalarda nima qilish kerak, surish kerak deyman. Qachongacha surish kerak? Kim? Vechni. Mana aytdik, Rossiyada kecha zo'r anaqa bo'ldi. Как раз shu ideologiya haqida Asetinskaya degan zo'r bloger bor. Telegramda ham bir jo'natib olamiz. U shu masala ko'tardi. Ideologiya уже o'ldi dunyoda. Ya'ni mafkura degan masala dunyoda yo'qoldi. Bu faqat eskilikka ushlab turish. Lekin o'tda shu bitta masala bo'ldi, savol berdi. Rossiyada Leviathan qachondir o'ladimi yo'qmi? Leviathan degani bu mana скрещивание deganda qiyin savol. Shu vaqtgacha chunki postoyanно kelib kelganda bu narsa. Nikolaydan beri. Qiyin savol, bilmayman deydi. Mana bilmayman, lekin hozir surish kerak deb faqat men aytmayapman. Davlat aytayapti, boringlar o'qinglar chet elda. Qaytib kelish ne обязательно deyapti. O'sha yerda katta lavozimda egallanglar. Diaspora ochinglar. Nimaga faqat hindlar Amerikani hamma korporatsiyalarda hindlar boshqaradi? Как раз oligarxlarga как раз bu ham savolda. Nega hindlar boshqaradi? Nega amerikaliklar emas? Nega O'zbekistonda endi GMK temir yo'llari havolar faqat o'zbek boshqarish kerak? Nega professional Turk aviakompaniyani cho'qqiga chiqazgan, Lufthansadan, Air France yoki Singapore Airlines'dan kelib boshqarmaydi? Nega temir yo'llarini masalan dunyoda Trenitaliyadan kelib kimdir boshqarmaydi? Nega faqat o'zbek boshqarishki, erkak kishi masalanda? Bu ham chunki bizani qadriyat va mafkuraga to'g'ri kelsa kerak, bilmayman. No, mana shu masalada siz aytyapsiz, surish kerak. Bu faqat men aytmayapman. Davlat ham bu suringlar, boringlar. Prezident ham aytayapti, menga chet elda o'qigan kerak deyapti. Shunaqa. Lekin chet elda o'qigan bola mafkurasi buzilib keladimi yo'qmi? Savol sizga. Siz nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Men o'ylayman, o'zgarib keladi. Buzilmaydi deb o'ylayman, o'zgaradi. O'zgarish yomonmi endi? Yo'q, endi agarda vatanni yaxshi ko'rib o'zgaradigan bo'lsa, yaxshi. Lekin afsuski, ayrim odamlar hozir mana kelyapti. Endi vatanparvar liberalizm. Pivno festival qilyapti, to'g'rimi? bu demak уже vatanparvarlik emas. Yo'q, vatanparvarlik haqida gap ketayotgani yo'q, milliy qadriyat. Mana bitta narsada milliy qadriyat bor. Mamlakat milliy manfaatlarini ifodachisi bor-da. Shu ikkita narsasi nima qilish kerak? Chunki har bir davlat o'zini xalq tomonidan olib borayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlanishini harakat qiladi. Lekin mana savol, men tushunib olishim uchun. Mana aytaylik, O'zbekistonda yashaydigan siz, men, Lazzaka, bizning milliy qadriyatimiz balkim o'xshashdir. Chunki biz hammamiz musulmon, hammamiz o'zbek. Endi rus bor, u ham O'zbekiston fuqarosi. Hamda koreys ayol bor. Ular borib turib pivo ichmoqchi, deylik.
ularni milliy qadriyati yomonmi? O'zbekiston milliy yo'q, qadriyati. deyishmoqchi bo'lgan bo'lsa, demokratik davlat, bizda demokratik mana davlat siz borib, aytibsiz. anaqada ichishni mana joylari bor, marhamat. Hop, festivalga bormoqchi. Milliy qadriyat universal narsa emas-ku demoqchiman. Millat hammani har xil. O'zbekiston 100 ta millat elatlari bor. Siz bitta qobiqqa, bitta andozaga olib kelmoqchi bo'lasizda. Men tushunishimiz bo'yicha bizning fikrimiz milliy qadriyat xilma-xil bo'lishi mumkin va o'shaning uchun milliy qadriyat degan mafkura degan so'zni olib qo'yaylikda, umum insoniy qadriyatlarni gaplashaylik. Baxtli bo'lishsin hamma. Hamma baxtli bo'lsin, hamma oila qursin, hamma Marhamat, misol kim uchun to'sqinlik farzand yoki qurmasin, yoki ajrashmoqchi Yoki, bo'lsa ha. mahalla kelib tiqilmasin. mahalla o'rgatmasin aql, u shaxsiy hayot-ku. Chunki shaxsiy hayot Mahalla konstitutsiyada vazirligi yozilgan. yo'qolsin deb o'ylayman. Mani shaxsiy fikrim. Portalga yozing, mani fikrim deb. Necha marta yozgansiz? Portalga va Yo, nimaga yozmaysiz? Yo, mana fikrlaringiz bor ekan, bermaysizmi? Yo, mana biz Mandan hech shu kim narsani mahalla vazirligini qilayotganda xalqdan so'ragani yo'q. Soliq to'lovchi sifatida haqqim bor, yozdim deb nimaga murojaat qilmadingiz? Xayrli aka, mana qarang, aikido qilish texnik Yo, aikido emas, javob narsa. Fuqaroviy davlat emas. Yo, mana xayrli aka, mana Yozish haqqingiz bormi? Xayrli aka. Nimaga yozmadingiz? Mana bu podkastning mohiyati O'zbekiston fuqarolarini dunyoqarashini o'zgartirish. Fuqarosimi kim ko'rsa ham o'zbek tilida-ku, tarjima bilan rus tilida ko'rishi ham mumkin. Farqi yo'q. Xohlagan insonni rivojlanishga, tanqidiy fikrlashga undash. Bu bizani fuqarolik pozitsiyamiz. Bizga bunga narsa hech kim pul to'lamaydi. Qaysidir ma'noda o'ylaymizki, bizani bir 50 mingta, 100 mingta odam ko'rsa, biza shu ta'sir, ya'ni befarq emasmiz. Sizni savolingizga-da. Shuning uchun bu muhokamada ishtirok etyapmiz faol. Shuning uchun ham mana shu loyiha bor. Lekin menimcha bir anaqa ochiq savol bilan qoldiraylik bu blokni. Ta'lim bilan tugataylik unda. Ta'lim masalalarida fikringiz qanaqa? Misol uchun hozirgi kunda ta'lim yaxshi holatdami yoki nimalar o'zgarish kerak fikringizcha? Nima qo'shish mumkin? Xalqaro tajribaga asoslanish kerakmi yoki o'zimizning o'quv dasturlarimizni tuzishimiz kerakmi? Siz kafedra mudirisiz, ko'p yil domlalik qildingiz. Haqiqatda juda dolzarb masalani ko'tardingiz. Ta'lim masalasi. Yana bir bor aytayki, men hozir aytayotgan narsam davlatda himoya qilayotganim yo'q. Men xolis odamman. Davlat organida ishlamayman va deylik, misol uchun qanday bir mansabdor shaxs emasman. Bildirayotgan fikrlarim men faqat siyosiy nuqtai nazardan va o'zimning o'sha hayotiy tajribam va o'sha siyosatshunoslikdagi kelgan qoidalar asosida gapirdim. Hozir gapirgan narsalar. Endi ta'lim ham boyaga aytayotgan narsa insonni shakllantiradi. Yaxshimi yomonmi, o'sha har bitta narsada davlatda o'ziga yarasha bir pozitsiyasi bo'ladi. Haqiqatda bundan olib qaraydigan bo'lsak, biz ta'limni o'ldirib bo'ldik. Qaysi ma'noda? Ham shu yengillik qilaman deymiz-da, aslida hech qanaqa yengillik bo'lmaydi. Bir sistemani izdan chiqardik. Masalan, hamma davlatda, jumladan Sovet ittifoqida ham, boshqa joylarda ham metodika bo'lgan. Har bitta fanning metodikasi bor. Biz bugungi kunda metodikani dabdarasini chiqardik. Eng asosiy jihati shu. Misol uchun inson ongida kimdir gumanitar bor, kimdir aniq fanlarga nima qilingan. Psixolog aytadi, ikki xil yo'nalish bor. Lekin ikkalasiga ham bir-biri kerak. Masalan, o'sha matematika fakultetida o'qiydiganlarga falsafa, mantiq degan narsa o'rgatilardi, chunki baribir inson ongli. Va o'z navbatida, misol uchun, gumanitar fanlarga oliy matematika qaysi ma'noda kiritilardi. Endi qanday o'qitilgan men bilmayman, chunki matematika bu ongga fizikulturasi. Logika bu gumanitar sohalarda fizikultura, miyani shakllantirib rivojlantiradi. Ilgari hamma davrlarda Germaniya bo'lsin, o'sha an'anaviy rivojlangan islom davlatlarida, o'sha madrasalarda deymiz, Sovet paytida mantiq degan fan o'qitilgan. Va mutafakkirlarimizning aksariyati mantiq degan kitoblarni hammasini yozishgan mantiqiy chiqadi. Chunki mantiq insonga boyaga tutgan narsa, to'g'ri xulosa chiqarish, to'g'ri fikrlash masalalarini o'rgatadi. Shu bir jihati bo'yicha. Mana biz hozir mantiqni hammasini olib tashladik. Bitta huquqshunoslikda agar qolgan bo'lmasa, Qachon olib tashladik? Mana 97-yilda mana yana qilasizlar, Britaniya keldi, ta'lim tizimiga yomon mana qilishdi. 97-yilda Britaniyaning ta'lim tizimi bo'yicha o'tamiz deb qonun qabul qilindi. O'shandan boshlab shu 40 qilib mana hozirgi paytda faqat o'sha Britaniyaliklar qilmadi-ku buni o'zbeklar tavsiya qilishdi, biz qabul qildik. Masalan, Siz balon tizimini nazarda tutasiz. Yo'q, balon emas. Politologiya darsligini olib tashlashdi, bu britaniyaliklar qilmagan. Yo'q, olib tashlashni ham to'g'ri, bu yerda boshqa masala. Ya'ni hozir bitta savol berasiz, ikkinchisi urib turibsiz-da. Yo'q, hamma narsaga biza ko'p narsa o'zimiz aybdor deyapman-ku. Aslida aytibsiz, yo'q, bu Yo'q, u aybdor deyotganim yo'q. Biza unisi kelsa bunday gapiramiz, bunisi kelsa bunday gapiramiz-da, mana shunga masala. Masalan, deylik, mana hozir fan dasturlarini qilyapmiz. Keyingi o'q, mana o'tgan yil boshladik. Top 300 taliklardan fan dasturidan olgin. Обязательно ko'rsatgan 3 ta, kamida 3 ta bo'lsin, ana qilsin deb. O'tirib qiynalib oldik.
Misol uchun birinchidan top uchish salgan fan dasturini hech kim ochib qo'ymaydi, bilasizlar, mualliflik huquqi bor. Syllabuslarni nazarda Syllabusdan aytaman, mana syllabusdan nimasi bo'yicha. Xo'p, ikkinchi jihati fizikada qonuniyatlar bor, mexanika, dinamika. Xo'p, top uchish ham shuni o'qitadi, biz ham o'qitamiz. Nimani olishimiz kerak? Xo'p, geosiyosat, mana misol uchun men geosiyosat anaqa qilaman. To'g'ri, misol uchun maktablar bor. Amerika maktabi bor, Yevropa sentrizm maktabi, Rossiya maktabi, Xitoy maktabi bor. Men misol uchun Amerikani olib qo'shamanmi? Men o'zim bilaman, shuni kiritganman. Hozir tadbirkorlik darsi ham kiritilsin deb aytilgan. Majburan. Uzri tadbirkorlik fani bo'lmaydi. Mana meni fikrim, huquqshunoslik bilan iqtisodiyot fanlari hamma joyda ochilishi kerak va to'liq o'qitilishi kerak. Iqtisodiyot va tadbirkorlik emas. Iqtisodiyot huquqshunoslik. Huquqshunoslik. Chunki insonlar mana hozir aytganda huquqini biladi. Hozir mana yuridikasiga kirish juda ham qiyin. Ochib tashlasin-da, kirish oson bizada. Chet elda mana bilasizlar, kirish oson, bitirish qiyin. Bizada teskarisi. Kirdingmi, albatta domla, u deydi, bu deydi, uch qo'yib ber, u bu ijtimoiy himoya. Biza sifatsiz haligi kadrlarni tayyorlaymiz. Davlat universitetlarini nazarda tutyapsizmi? Davlatnikini. Chunki xususiy va xalqaro universitetlarda IELTS bormi? Marhamat kir. Lekin o'qish oson emas. Masalan, bizaga aytaylik, birinchi kursdan 20% biza bilaman. Shuncha aytaman, haligi Webster, Westminster deymiz, Turinniki, ular aytganingizga shuncha ularga kirish oson, bitirish qiyin. Lekin davlat universitetlariga hali ham kirish qiyin, lekin o'qish oson. Endi hozir kirish qiyin emas, nisbatan oson bo'lib qoldi-yu, baribir haligi bitqizish undan ham. To есть kirib olding, albatta bitirasan. Ilgarigidek, mana biz o'qigan paytda atchислениyadan qo'rqardik. Biz atchисление qo'rqish uchun o'qimaganmiz, o'qish uchun o'qiganmiz. Hozir atchисление qilinmaydi. Atchисление deyarli yo'q. Ahyonda kimdir bitta u ham haligi kontrakt to'lamay qolsa, kasal bo'ldi, nima 6 oy bir anaqa qilsa, KPI bor, bo'ldi. Bitirish kerak degani. Bitirish kerak degan narsasi bor. Va xususiylar ochilyapti. Xususiylar ham xuddi shunday. Puling borib to'la bo'ldi. Va ikki xususiylardan ham dars berdim. Mana qilsam ikkita uchtasiga yarim gruppaga yaxshi baho qo'ymasam domla kontrakt to'ladi. U bunaqa. Dunyoni top 300 dan olib, ana transfer texnologiyalar, bilimlar, bular 100 yil bunga kelib zamon talablariga qarab qilingan nimasi yomon 5-6 ular liderlar-ku nima? Yo'q, misol uchun men geosiyosatda o'tganman. O'qiganman, AQShman. Shundan kelib chiqib plan tuzganman. Tushuntirdim men o'qib bo'lmaydi. Inson mana Alfred Menken Amerikani Influence of Sea Power Upon History mana bundan olganman. Mana hammasi bor. Xitoydan ham o'sha Jon Xarjan mana anaqasi bor. Yo'q, o'shandan olishingga. Ko'rsatib turman, mana bor. Katta farq qildimi? Yo'q. Yaxshi-ku. Olgan. Yo'q, endi kiritishim kerak, men ko'rsatishim kerak. Aynan menikini vazirlikka olib chiqib ko'rsatishdi. Mana endi familiyamni aytishmanda, geosiyosat fanidan nimasi u yo'q. Yoki misol uchun bosh vazirimizda chiqyapti-da, 50-yilda chiqqan kitobni fan dasturiga kiritib Xo'p, misol uchun Karl Schmittni anaqa Milliy universitet kutubxonasida ko'rdim. Original o'sha paytda kelgan anaqa jurnal Germaniyadan kelgan. O'sha 1905-yildagi nimasi? Original maqola. Men berishim kerak. Yo'q, oxirgi 5 yilini berasan. Yo'q, qarang, bu yerda juda muhim narsa bor. Qarang, biza hali yomonlagan, tanqid qilgan rivojlangan mamlakatlarda vazirlik umuman aralashmaydi professor ishiga. Bilasiz, mana Amerikaga borgan ekansiz, boshqa mamlakatlarda stajyorlik qilgansiz. Buyuk Britaniyada biza ham mana Britaniya universiteti bilan hamkorlik qilamiz. Umuman vazirlikning gapi yo'q bu yerda, so'zi yo'q. Bu ularni aybi emas. Bu demak bizda markazsizlashtirish kerak degan xulosaga kelyapman. Ana shuni aytaman. Siz professor sifatida belgilashingiz kerak. Vazirlikda qaysidir bo'lim boshlig'i qatdan bilsin siyosatshunoslikni. Hozir u odam ketdi, vazir o'rinbosari keldi-da, u ham Britaniyada o'qigan. Shuni g'oyasi bu. Yo'q, mana qarang. Mana yaxshimi? Tasodif. Yo'q, markaz Ahmedga aytadi, umuman hech kim aralashmasa-chi, mana shu vazirlikda qisqartirib olib tashlasak-chi. Yo'q, o'zi mana bu haligi siyosatshunoslik. Misol uchun vazirlik to'g'ri, misol uchun qaysi marada qaysi vazirlarni qisqartirib yoki tugatib tashlash kerak, boshqa bilmasiz. U islohot davlat. Misol uchun mana davlat boshqaruvida biz ham e'tibor bergan bo'lsak, 4 ta sektorga bo'lish. Maslahatchi yo'qmi? Janob prezident bunaqa bo'lmaydi deb. Hozir mahallaga tilga o'tyapti. Davlat boshqarishning o'zining prinsiplari bor. Yashang. Bu mana shular asosida qilaylik, bo'ldi. Velosiped yaratish hojati yo'q. Ana siz aytgan narsa demokratiya deymiz ham boshqa narsa bizda ishlashni boshlaydi. Demak, qarang, bu hozir siz islohotchi to'ppisi bilan gapirayotgan gaplaringiz, masalan, menga ham anaqa rosa yoqyapti, chunki bu haqiqatan soddalashtirish va vazirliklarni asosiy funksiyalarini bajarishga chaqiryapsiz. Misol uchun O'zbekiston 2010-yilda Boloniya shartnomasiga qo'shildi. Demak, o'sha Italiyada bo'ladimi, Amerikada o'qitilgan fanlar bir xil.
Haqiqatan nima shuni bu narsa bor. Kreditlar asosida. O'sha kreditlar hammasi bir xil. Shu o'tdikmi bo'ldi. Unga haligi yo'q. Endi bu o'sha haligi aytayotgan narsa yoki deylik mana o'sha nomdor stipendiyalarga tayyorlaymiz siyosatshunoslarni. Aksariyati mana hozir o'sha prezident aytgandek chet elda o'qiganlar o'sha vazirlikda o'tirishdi, imtihon olayotgan paytda istihzo bilan anaqa qiladi. Biz ham vatanparvarman mana qilishimiz kerak, unaqa qilishimiz kerak. Istihzo siyosiy fanlarga emas, psixologiya fanlariga emas, qayerdadir bir haligi pedagogika fanlariga o'rin beryapti. Yoki mana bugungi kunda grantlar berish masalasi bo'yicha aniq fanlarga, fizika, matematika nimaga beradi? Gumanitar fanlarga grant deyarli yo'q. Rivojlantirish bo'yicha. Mana kecha mana yig'ilish bo'ldi, shu masala haqida ham gapirdik. O'zi mana shu kechagi Astinskiyni ko'ring, u ham aytadi, chet elda ham anaqa ayniqsa umuman nega o'zi adabiyshunoslik dunyoda kitoblar, o'zi katta kitoblar misolni hech kim o'qimaydi, tom. Hammasi serialga o'tib ketgan. Serialda ham oldin kinoda palonchi rejissyorning kinosi menga yoqadi desa, hozir ham serial ko'rdik, rejissyor kim edi, ssenarist kim edi bilmayman deydi. Chunki har bir seriyani alohida rejissyorlar oladi. Mana klipovый мышление deydi-ku, TikTok. Odam na anaqa kitob manba emas, manba bu YouTube bo'lyapti. Men biz ham siz bilan to'g'ri qo'shaman, o'sha Manat markazida ishlab turgan paytda ham mana shunaqa kliplar olish boshqa masala. Klip olish $10,000, palonchisi $15,000, aylantirish soatiga $5,000 nima deydi? Katta pul. So'radim, anu berdi, men berdi, oxirigacha borganda hech kim bilmaydi. Qattan shu pulga o'sha kinolarni olayotgan paytda bu dunyodagi bo'lgan umumiy trend aytilyapti. Что odam haliga nima faqat mana so'cha mana siz pul beryapsiz. Mana o'zingizni qadriyatingiz bor. Qandaydir yaxshimi yomonmi boy odamsiz. Mana o'zingizni reklama qilmoqchisizda, kino olgan deyotgan paytda haligi yomon kinolarni olib haligi milni operani olasizmi yo tuzroq narsaga pul berasizmi? Agarda o'zim pulim bo'lsa, men ma'noli qilaman. Barakalla. Lekin men tadbirkor emas. Nima deydi? Pul qilish maqsadida. Pul qilish faqat maqsadda bo'lsa, tirikchilik. Kassa nima yig'adi o'shani qilaman. O'sha mana anaqasi borgan paytda nima qilib bizga mana shunaqa zakaz tushyapti deydi. Pul beradigan odam bizga mana shunaqani yozib berasan deyapti degan. Endi u o'zini puliga qilayotgan bo'lsa, why not deydi-yu. Da. To'g'ri, no zato siz bilan bizami? Uni ko'rib, qadrimizni ko'rmaymiz uni. Masalan, yoqmasa bormaysiz. Jamiyatning og'zig'i shu Hindiston kinolarini faqat O'zbekiston anaqalariga urgan. Endi u misol uchun nima deydi, jamiyatni rivojlanish bosqichidan kelib chiqib, o'sha Cannes festivallari, boshqalari ular ham misol uchun tanlaydi, trendlarni belgilaydi. Shuncha aytmoqchi bo'lgan narsamki, o'sha ta'lim tizimida qandaydir bir nima yo'q. Masalan, o'sha ta'lim sifati bo'yicha viloyatlarni o'rgandik, maktablarni o'rgandik. Misol uchun mana bitta misol aytib berish mumkin. Sifat darajalari. 2-sinfda ingliz tilidan sifat darajasini o'taydi. 4-sinfda ona tilidan sifat darajasini o'rganadi bola. Fanlar o'zaro bog'liq emas. Demak, bitta misol. Ikkinchi bir misol, misol uchun Chingizxon masalasi. Rossiyani mo'g'ullar tomonidan istilo qilinishi oldingi paragrafda, keyingi paragrafda Chingizxon siyosati. Mana shunaqa o'xshagan nimalar yoki matematika bilan algebra bilan geometriya bir-biriga bog'liq masala, qaysi kvadrat tenglamalarini eshitdim hozir qaynimdan ko'tarildi. Oldin algebrada buni o'tib, keyingi 8-sinfda 7-sinfni o'tib, 8-sinfni o'tish kerak. Ilgari shunaqa bo'ldi. Matematika o'qituvchilar aka dedim, men anaqa qilishgan. Men buni 9-sinfda o'taman, men 7-sinfda o'tishim. Buni biz bitta gaplashdik masalani. Bu yerda ham chet el xolos qancha emas, bu real. Bu raqobatchilik. Matematikadan 5 ta darslik chiqazadi. Har bir maktab o'zi hal qiladi. Qaysi nimada o'qish kerak? Yo'q, bu davlat maktablari. Davlat shunaqa. Rossiyada ham davlat maktablari raqobat bo'ladi. 5-6 ta, masalan, 20 ta matematika darslik qatnashadi. 5 tasi yutadi. Mana shu 5 tasi har xil, lekin maktab aytadi, "Men buni so'ragan" deydi menga. Mana shuni o'qitaman deydi. Keyin bu Rossiyada unaqa bo'lmasa kerak. 3-4 ta markazlashib ketgan-ku. Markazlash hozir balkim shunaqa, no umuman 5-6 ta. Matematikadan har xil bo'lishi mumkin. Bizda O'zbekistonda yana bitta shu agarda mafkurani himoyalash masalasi, O'zbekistonda rus maktab, davlat rus maktablarida bolalarga aytadiki, O'zbekistonda chiqqan darsliklarni uyda qoldiringlar. Faqat komissiya kelganda olib kelasizlar. Borasizlar hozir ana Sumda mana maktablarga olib kelasizlar. Tarix o'zgartiriladi. Putin aytgan kitobidan, bizning vazirlikdan emas, geografiya va hokazo o'sha Lenin bobo aka. Shuni zamonaviylashtirdik. Yagona bir nima yo'q, biz metodikani yo'qotdik.
Xo'p, Mana birinchi asosiy jihati shu. xulosa yasaymiz. Ancha zo'r, chiroyli suhbat bo'ldi. Qarshi bo'lmasanglar, siyosatda ozgina gaplashdik. Demak, mafkura masalalarini ozgina jamiyat rivojlanishini tegib o'tdik va ta'limni ham ozgina qisqacha gaplashdik. Endi xayrli aka, menimcha chiroyli bahs bo'ldi. Bu yog'i obunachilarimiz qaysi fikrga qo'shilishadi, qaysi fikrga qo'shilishmaydi, kommentariylarda like, share'larni bosasizlar. Agar notanish iboralar aytilgan bo'lsa, ularni biz ekranimiz tagiga aytib o'tamiz. Chunki maqsad o'sha haligi dunyoqarashni kengaytirish. Sizga katta rahmat, kichkina universitetimiz nomidan sizga e'tibor. Shu TIB universitetida olyapmiz. Biz hali siz aytgan tadbirkorlik ta'limini 6 yildan beri beramiz. Uni asosiy mohiyati moslashuvchanlik, kreativlik, out of the box deydi-yu, ya'ni standart holatlarda Liberal mafkurada. imkoniyatlarni ko'ra bilish. Rahmat, sog' bo'linglar, xayrli aka, siz uchun ham rahmat. Katta rahmat. Rahmat.